san'atni tark etdi. Tushundingmi? Yapmayın odatlarni ko'pisini aytib o'tamiz. Bunyodbek Saidovning hashamatli To'ylarni olmay o'tirganimizdan chiqib ketdi. Ovg'aga $50 podarka beramiz. Uydan qiyin bo'ldi shuni o'ylantirish. Mashinani sotadir ekansiz. Chita chiqib qolma. To'yxonani sotib olib masjid qurib beraman degan. Biri shu, jonini chiqaramiz dedi-ku. Restoran bunyodniki degan gaplar ham yurdi-ku. Satayotibmizmi aziz do'stlar, yaqinlar. Axir buning kerakmidi? Lekin tayyor turishga yetyapti. U faqat o'zimga zarar. Ya'ni hayot geldiyna. Qani desaling to'laqda. Men xabarim yo'q ku yollarni. Shularni yerlar yo'q debading-ku. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum Jasur Sandwich YouTube kanalini qadrli podpischiklari, meni obunachilarim, yaqinlarim, do'stlarim. Sizlar bilan yana bir bora qisqa bo'lsam tanaffusdan keyin ko'rishib turamdan xursandman. Tanaffusning ham sababi bor edi. Sizlar uchun toza proyektlar, toza loyihalar tayyorlab turdik va nihoyat endi bugundan boshlab inshaalloh to'xtamiz. Bugun eng yangi proyektimiz Mening kunim deb nomlanadi. Ya'ni bu loyihamizda o'sha Xorazmdagi eng mashhur insonlarni bir kunlik hayotini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mening kunim dasturini birinchi mehmoni elimiz suygan inson, elimiz ardog'idagi inson, O'zbekiston Respublikasining Xalq davlat mukofoti sovrindori, shuhrat medali sohibi Bunyodbek Saidov. Shu Bunyodbek Saidovning ofisine geldim. Demek her holda menimcha ofisda bo'ladilar yoki ofisdagilar nedaligini biladi. Demek birgalikda ofisni ham sayohat qilamiz, Bunyodbek Saidovni ham topamiz. Qani ketdik. Aytgancha like, podpisatsiya bosinglar va kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Olg'a. Assalomu alaykum. Bu inson Bunyodbek Saidovni eng ishongan, suyangan shogirdlardan, ukalardan biri Sunnatulloh Bozorov. Kelyapsiz? Va alaykum assalom. Ukajonim, qalaysan? Tinchmisan? Pulli bola bo'ldingmi? Bormisan? Namozing yo'q, ta'siring yo'q. Xora bo'libmisan ya? Yaxshi. Neda usta? Ustam mozosi yo'qadi. Mozosi yo'qadi? Ha? Ha? Tinchlikmi? Tinchlik. Ha? No. Temperatura. Shamollash. Hofizdan sal mozosi yo'q, lekin biza bugun ushbu ko'rsatuvga hofizni topib, taklif qilib suhbatlashmasak bo'lmaydi. Tushunding meni uka? Sen bir telefonlashib ko'rkan? Neydalikin? Darrov bil. Ko'rdingizmi? Kamera ko'rgandan darrov assalomu alaykum. Qalardan bular. Hozir doktora yetibdi ekan ustam. Yarim soat, bir soat uya boraman dedi. Shu uyga boraning. Aeroportgami? Shondam. Aniq boraman axir? Bu yana borsam yana bir sunnat chiqib turmaymi ish qilib? Yo'q. Bo'ldi uka. Asa ishingga omad. Bize belki kechroq aylanarmiz, yana ofisga xudo qolasa. Sen shu yerdasan axir? İlk ketmaysanmi ish qil? Bo'ldi, yaxshi. Omad. Ozgina adresni adasdik. Bunyodbek Saidovni uyina boramiz. Xudo qolasa hozir doktordan chiqib, shona boraman deb turibdilar. Nasib etsa. Qani ketdik. Bütün dünyada mashhur va ma'lum bo'lgan Xorazmli insonlarning hayotini bir kunini ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi albatta hamma yerni ham ko'rsatib bo'lmaydi, bilasizlar. Uxlab yotgan yerlari bo'lishi mumkin. Yerlar bo'lishi mumkin. Iloji boricha ko'rsatsa bo'ladigan hamma yerini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana Bunyodbek Saidovning o'sha hashamatli, chiroyli xonadoniga keldik. Hozir vaqt belgilab qo'ydik, shu vaqtda ko'rishamiz. Kunini katta qismini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bunyodbek Saidov nimalar bilan mashg'ul? Nimalar qilmoqda? Kimlar bilan uchrashmoqda degan savollarga javob olamiz. Demak, ozgina kutamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Shuni bir dakika ko'ramiz. Muolajani so'zib berdilar. Demak, azizlar, syomkamiz boshlandi. Demak, sizlarga va'da qilgan Mening kunim loyihasini birinchi soni oldindan aytib o'ting. Bugungi birinchi sonda
meni o'zimning shaxsiy yutuqim bor. $50 aytdim sizlarga. $50 demak Bunyodbek Saidov suhbatni oxirini 3 joyda Zamon studiyasi degan so'zni ishlatadilar. Shu vaqtlarini kommentda yozib ketgan odamlar, birinchi yozgan odamga $50 mendan sovg'a. Men xabarim yo'q-ku bu yerlarni. Shularni qiziqlar yo'q deydi-ku. Sovg'a ya $50 ya podarka beramiz ish qilib. Qiziqli bo'lishi uchun kayfiyatli yaxshimi? Настроенияларничек asosiysi. Yaxshi. Normal, endi sog'liq baribir mazokasdan nastroyim qochadi-ku shuna. Kutilmaganda o'zi bir qish oyi shunday bo'ladi-da menda. O'zi bu yil qishni o'tirdim-ay, Lora bormi o'tirdim-ay deb o'tiradim, ilishib qoldim oxiri. Qishning oxirgi oyindamiz, oxirgi kunlarida. Endi ko'p odamda havo o'zgargandan, birdan quyosh chiqib ketgandan ta'siri bo'ladimi ya? Men lekin endi hammasam Xudodan, lekin shu o'zimni shu bu yil Lora bormi o'tiraman dedim, bo'lmadi. Hozir borib Lor qidirib topib intervyu bermay o'tiraman dedilar. Rozi etdik. Birinchisi Lora bormi o'tiraman, Xudo xolasa dedim. Ikkinchisi umuman intervyu berib ko'rsatuvlarga imkon qadar chiqmayman. Xo'shroq javoblar bilan rad javobini berib turadim. Imkon xafa etmaslik uchun jurnalist do'stlarning baribir nasib ekan bugun. Ham Lora borish, ham intervyu berish. Endi bizning proyektimiz haqida qisqacha ma'lumot bersam, kun tartibi o'zi odi. Ya'ni shu bizning Xorazmning faxrli insonlarini, mashhur insonlarini kun tartibini iloji boricha ko'rsatsa bo'ladi, ellarni ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zi odatda 80-90% kun tartibingiz nechik bo'ladi? Endi shu turamiz. Iloji bo'lsa ilohim bu yaxshi kun bo'lsin deb Allohdan so'raymiz. Bola-chaqa bilan o'tiramiz. Imkon qadar endi ko'p Bilolbek maktab uzatamiz, azonda turib hammamiz bor deb uxsirab turib ketadi ish qilib, yaxshi deb. Keyin ikkisi turadi. Endi yotaman deganda ular bilan 5 minut o'tiriladi. Keyin bizning televizorda faqat multfilm qo'yiladi. Yaxshi shu deb. Keyin choy ichiladi. Keyin shu telefon shu kasallik. Telefon necha foiz kuningizda egallaydi? Men hozir asosiy orzuyim, maqsadim, niyatim telefondan uzoqlashish. Bu shaxsiy o'zimning niyatim bu. Shu meni energiyamdan, asabimdan, kayfiyatimdan, vaqtimdan olib turgan narsa telefon. Endi to'g'ri, bizning sohamiz yoki ishlarimiz hammasi telefonga bog'liq bo'lib qolgan. Men o'zim o'rgatib tashlaman. Telefonimni polot etib qo'yaman. Yaqinlarim, do'stlarim faqat internetdan, Telegram va Instagramda yozadi. Javob yozishma, bu savol berishma bilan kunni yarısı o'tib ketayotir. Keyin etap men o'zi kunlikimni bir kun oldin hammasi satma-sat belgilab qo'yaman. 10 kunlikimdan belgilab qo'yaman. Shunday formula bilan yurayman. Endi san'at aloqasi bor odamlar biladi. Men o'zim sizning donag'amdan beri bilaman. Hozir yaxshi qog'oz yo'q. Avval qog'oz bo'lar-edi. Qog'oz bilan yozib turaman. Azonda bu ish. Ish qilib men o'zim guvoh bo'lganman. Ishlar orasida bolani pampers degan ham yozuvlar bo'lar edi ichida-da. Bo'ladi. Shaxsiy oilaviy ishlar ham bo'ladi. O'zimizning ishlarimiz ham chunki endi dimom ko'pdan bu. Az qog'oz yo'q, lekin zametga yozaman, Telegramga yozaman. Qog'oz davr o'tib ketdi, yo'qotib qo'yasan, birovni qo'lga tushadi. Keyin pampesdan gaplar gulasdan shunday aytib shu uchun telefonni yozadigan bo'ldim. Endi men o'zi bugun bu imorat haqida o'zi ko'p savollarim bor edi, lekin kun tartibimiz bor. Sizni kun tartibingizni ham mishat bermasligimiz kerak, kun tartibingizni ham ko'rsatishimiz kerak, savollarimizga ham javob olishimiz kerak. Shuning uchun imorat haqida dum ko'p to'xtalib vaqtimiz ajoyib yo'q. Ikkalamoqda bu qurilib shu yashashga tayyor bo'lgan. Shu 1 yil bo'ldi o'xshaydi. Sababki men o'zi men atrofim bilan sabrsiz. Men o'zi yomon ko'rgan odatlarim bor, sabrsizman. Ish qilib variantlarni aytaman. Men bo'qqasi kerak. Shu boshlandimi bir yosh xayolga keldim, bo'lishi kerak. Evet. Tezroq ko'chishim kerak. Ustam prorab zafaramiz topdimdan, og'ay shuni uy, men kutib turgan uy edi. Lekin yosh vaqtimdan shu Xudo xolasa zo'r o'tkazsam, hali mo saholik emas u vaqtlari. Uyni uborkalarni aytaradim. Uyda boshqa qizam, og'ayam bo'lmani uchun, uborkan ham orzu etish uchun. Bir ish etib mashina oldilar qo'ymasa, Xudo xolasa undataman, o'tkazsam 2 etaj o'yin bo'ladi. Akam zo'r mashina undataman degan vajlarni o'ylanish uchun uyni uborkasi qilganman. Hamma opamni so'ntirish ishdan keladi, ikkisi ham Sholkamatalda ishladilar. Gesa o debergen gapini kutib, poldan yug'andam, ishlar aytgandam, mahasa shu degan orzum edi, u bilan baribir amal oshmadi u.
Chunki ota uyida o'sganmiz, rahmatli bobomizning uyida. Jo'ralarimiz, "Ey bu xayrli, barakatli ko'chma beydan." Vodnikda. Ava. Shu zo'rda bo'ldi deb shu to'y, konsert bilan yuraverib, lekin baribir yigit kishi bir imorat qurishi kerak. Ota-onasina sharoit qilishi kerak, farzandlarına sharoit qilishi kerak. Va shu qidiruv e'lon berdik. Nerda bir yaxshi bir yer olma deymi? Yoki shuni boshlanib turgan uy desak chiqmadi, chiqdi, o'xshamadi, qimmat oldu ya boshqa oldu, muammo oldu. Posredniklarga tushib qoldik, sal qoldi. Ish qilib, nasibamizda shu uy bor ekan, bizani kutib turgan ekan, shuni kelib prorablarni joylab, ustalarni joylab, basinglar gazini tez ko'chmasam bo'lmaydi. Orzuyimga erishdim dedim, baribir shu 1 yilda bo'ldi. Ota-onamiz xursand, asosiy bolalarimiz xona bor, ular go'yda endi mashinlarimiz ko'chada yotar edi. Toza mashinlar. Mo'ykaga vaqt yo'q edi. Rahmat. Lasit tejent. Hali bedam o'zimga shu vaqtda orzu etardim. Uyda uyim xudo xolosa bo'lsa mo'ykanla uy quraman debdi. Hemen mashina yaldırab edim, yoki bulaşıq vaqti yo'q, yudurmaka yoki borib yudurib keladigan odam yo'q. Mo'yka bormi atrofda? Halam boy, akam shanda yudurib keladi. O'zim yudurib kelganda yo'q, o'zim mo'ykamda deb yondan yuduradi. Menimcha bu otangizga sovg'a o'xshaydi akangizga. Ya'ni hammamizga nasib etsin. Shunday chiroyli imoratlar, chiroyli sovg'alar ota-onani roziligini nasib etsin. Akamni men endi o'zim orzuyimda 1 yil so'ntirdim deb o'ylayman. O'zim so'ndim. Akam zo'rg'a yurdi u mashinada, yaxshi Mersda. Zo'rg'a qutuldim. Endi hammaga oddiy bo'ladi-ku. Giyimdan oddisini kiyadi, telefondan oddisini endi hammaga deganda menimcha sen akang nazar tutma, sen bulatno'rak. Ben ham islayapman, lekin nimasi bor ekan. Shu mashinam zo'rg'a daynada ekan dedi, qishda dedi, bunday ekan deb sezdim o'sha. Aytdim o'sha inomarka bu Mercedes yo'q. O'zimizniki. Keyin shu o'zimizning mashina dedik, nihoyat keldinglar. Arkayına deydidan shu. Nasib etsin, hammamizga nasib etsin. Bugungi kun tartibimizni aytdim, yuqorida mishat etmasligimiz kerak. Bugungi kun tartibimiz nechik? Bugungi kun tartibimiz mashinam doğrusu dumbulaşib. Haqiqatdan ham do'stlar, men doğrusu ichimdagi qora akulani ko'rib yig'lab barjagadim, shong'i shunchakli. Mashinani yudurishga vaqt yo'qdan shuna o'zimni yomon ko'rib turibman va ma'zi sharay deb chiqsam men ham yomon ko'radilar qo'shib. Yudurmakka vaqt yo'q shu. Keyin Bilolbek maktabda olish, keyin sport bilan shug'ullanish boshlandi. Aytgancha, Bunyodbek Saidov so'nggi kunlarda jiddiy bular bilan shug'ullanyapti. Endi nima deydi? O'zi yaxshi vaqtda shug'ullanganmi uyda? Shular bir yoddan chiqmadim deb prosta. Hech kim bilan yo'qmi? Vaqt ham yo'q, qaqsham yo'q. Iloji bo'lsa bo'lmasin ham. Lekin tayyor turishga yetadi. Sabr qilishcha bo'ladi. Qo'shimcha taklif, ishlaringizni bitirsak, savol-javobni amaliyotlasak. Papu. Mo'yka etadigan odam yollasangiz bo'lmaymi? Qanaqa shunday hayotimda qanaqa ishonchli odam topilmayapti. Odamzod yanına pul topishi, do'st topishi mumkin, ishonchli odam topish kerak hayotda. Yaxshi odam topish kerak. Aziz do'stlar, davom qilamiz. Mening kunim loyihasini ikkinchi qismi, demak, yuqorida bugungi qahramonimiz Bunyodbek Saidovning kun tartibiga seriozli rioya qilgan holatda, demak, avtoyuvish shoxobchasi Mo'ykada shahrimizdagi toza ochilgan eng zo'r Dakar mo'ygasi bugungi proyektimizdan hamkori. San'atkorlardan do'stlarimiz deyarli yo'q-a o'zi? Yo'q. Kerak. Ya endi salom aytdik. Ukalarim bor, do'stlar bor, kam baribir. Shu uchun yangi dinda bir xillik yo'q-da. Xorazmlik Michaellarga salom. Endi savol aziz bilan gaplashib o'tirib bir savol. Bun o'zi joyiga keldi-da. Yani ijodingiz boshlaganingizdan ham 15 yildan o'tib ketdi, 20 yil bo'ldi menimcha. Yo'q. 20 yil yaqinlashdi. 20 yil burungi Bunyodbek Saidov bilan hozirgi Bunyodbek Saidov farqi bormi? Bo'lsa nelarida shu yovni go'sanadan yerlar? 20 yildan keyin Bunyod sabrli bo'lgan, ham xushchaqchaq bo'lgan, ham keng bo'lgan, ham hech vajha e'tibor bermagan, orqaga nazarda yurgan, muammosiz bo'lgan.
hech kim bilan ishi bo'lmagan, hech kimning gapini quloq solib yurmagan. Va faqat orzularda yurgan. Hali ushalmaganda vaqt kallada joy bo'lmagan bilan gapni. Faqat orzular bilan to'lib turgan. Hozirgisi naborat shuni. 20 yil burungi Bunyodbek Saidov templroq qadi menimcha. Hozir 20 yil burungi emas, 1 yil burungi Bunyodbek Saidov ham templroq qadi. Hozirda tempni, ya'ni planshetda temp nima deydilar? Dum pasa chirib qo'yib so'qishdi hozir, temp. Men ko'pma rushnoy tartdim deb ko'pma. Чисто rushnoy tartadi-ku, bolalar ham erkak mashinada-ku, rushnoy tartib qo'yaman. Mashina ko'pma. O'zim tan olib aytaman o'sha. Chunki muxlislar boshlaydi-da, qachon hit ko'rish chiqarasiz, qachon ko'rish chiqarasiz deb. Reshki javob, qisqa javob rushnoy tartib qo'yman, uzr deyman. Men nechikdir. Chunki soha qiziqishim, muhabbatim, mehrim sal susaydi. Hozirgi hit chiqaraman. O'zim hit chiqaraman deb ko'rish chiqarmayman. O'zim xalqqa yaqib chiqib ketganlari bor ichida. Ularni deyanat chiqaradigan bo'lsam yoki hozirgi ob-havodan gap ko'rish chiqarsam, o'sha putur yetishim mumkin. Bandagi zo'rg'a diklagan o'zimni auditoriyam bilan yenglagan hurmatimga putur yetishim mumkin. O'chishib saqlab qolib, rushnoy tartib, shu o'rinda pauza bosganim yaxshi. Savolimizning ikkinchi qismi o'zi birinchi qismina o'xshash. San'atdan topganlaringiz va yo'qotganlaringiz. Buni yashirib o'tirib qo'ymaydi, hozir aytmasam deb boshlashlari mumkin. Endi bu hammasi Allohdan bo'ladi. Bir sababchi bo'ladi, bir sohami yoki bir demak san'at sohasi sababchi ekan, Alloh shuni menga silab berdim, sinab berdim degan fikr bo'lishi kerak. Menda shu fikr. Menga yana shuncha o'zim kutmagan darajada baxt, davlat, o'zimga yarasha shon shuhrat desam ham bo'ladi. Mol dunyo desam ham bo'ladi. Hammasi behisob shukr endi. Birava boshda birava, birava keyin birava, o'rtasida birava degani. Alloh taolo shuncha narsani ravo ko'ribdi. Faqat bu yerda endi shukr qilib yashashda. Bundan buyani bilmadim. Endi bo'ldi, menga yetadi shu. Men ko'p ko'p narsa berdi Xudoy taolo desam, bir san'atkor og'amizga unda men shukurchilik bo'ladi deb qo'ydi-da. Hali shuni shukrini qilishni o'zi biladi. Katta mas'uliyat. Buni hali javobini berishni o'zi hali. Hali bu yerdagi javobi, kevandagi javobi. Bu narsalar, bu isrofgarchilik deymizmi? Bu dabda endi to'g'ri, orzu havas bilan yashash kerak. Yaxshi yashashsa undaganlar. Mol dunyoning bo'lsa yaxshi yashash kerak. Yaxshi sharoit qilish kerak. Veram to'g'ri. Lekin bu nima deydi? Alloh taolo shuncha bir ne'matlarni bergan ekan. Yanda faqat shukr qilib yashash va borini qadrlab yashash va bu ne'matlardan, imkoniyatdan to'g'ri, unumli foydalanib shu buzilib qolgan muomalalarimizni, xarakterlarimizni o'tib joyiga qaytarib nima deydi? G'animat bo'lib boraturgan narsalarimizni vaqtida nima deydi? E'tibor berib, ota-onamiz g'animat. Hech qanday spravka yo'q. 100 yosh, 200 yosh degan pechat bosilgan. Ko'ribsiz-ku, hozir hayotda bugun boy, ertang har xil suchi bo'lib turibdi. Ertaga ichingda bo'ladigan pushmon, armon degan narsalar ming mol dunyoga mening oltin bo'lib yotaversin. Tatimaydi umuman. Men shuni aytmadim, shu jo'rami shuni indamadim, shu qarindoshim shu aytmadim, opam yanında o'tirmadim, shuncha vaqt birga palov yemadim, shu kuni chiqib ketdim deb. Ko'p shunday narsalar umuman yangi narsa bir tina chiqadi. Mashin, uy, u degan chapaklar bir tina. O'sha narsalar vaqtida qadrlamasam. Yaqindan bir apkamiz ko'rib qoldim Amerikadan. Yana ekan qism turibdi ekan, men xabarim yo'q ekan. Opam vaqtida qadrla deb qism turibdi-da menga. Men opam meni qaytishib qoldi dedi. O'tib qoldi, halam dedi. Bu ham beni aylantirib, netibman ekan, shuni o'ylab ozgina o'zimni ovutaman deb turibdi. Halam bir oxirgi vaqtlar aylantirib yurganimni dedi. O'zimni ovutaman dedi. Hali pishma armonlari ko'ptalib 3 minut ichida shuncha qism turibdi. Hamma narsa g'animat. Tarbiya berish ham g'animat. Endi hozirgi kunda işte haqiqatan ham javobingiz ham keyingi savolimizga ulanib ketdi. İşte internetda o'zi vobsheta kuzatib
haqiqatdan ham bugungi kun uchun, bugungi zamonaviy davr uchun eng bir namunali farzand, eng bir namunali otalar qatorida ko'rish mumkin sizda. Harakatlaringizni ko'rib, baribir ko'pchilikka nisbatan farqini qarab, o'zimizdan kelib chiqib qarasam, namunali oila a'zosi deb ko'rish mumkin qaysidir ma'noda. Endi shu e'tibor uchun, shu vaqt uchun, shu harakat uchun navladanidir yoki kimlardandir yoki qaysidir ishdan, qaysidir hobbidan umuman olganda navdandir ketish shartmi yoki shart emasmi yoki har kim kelgan yeridan ham davom ettirib bemalol ajratsa bo'ladimi? Menga maslahat berib turganlar umuman boshqa berib turibdilar. Balki meniki xatodir. Shu yo'nalishda endi men hozir gap so'z chiqib turibdi-ku. San'atdan uzoqlashganim uchun har xil gap so'z bo'lgani. Men tushuntirib bilmayacakman-da, ammo yaqinlarima men Niboy narsadan voz kechaman shu hozirgi vazifalarim uchun. Tutgan reytingmi, mavqeyimmi, gap turgan pulmi? Chunki men kecha qoldim o'sha. Yana aytdim-ku, spravkamiz yo'q hechqamizda 100 yoshda yetasan, 100 yoshgacha yashaysan deganda. Shu uchun tayyorgarlik baribir o'zi hayotda erishgan vazifalarimiz bor-da. Biz shuni geç anglab yetganmiz. Birov hali dimom geç anglab, birov bizdan eldan ertan anglab. Biz shu hayotda kelgandagi vazifalarimizni bajarmay o'tkinchi hayu havaslar bilan bu dunyodagi bu o'tkinchi sanoqli yil-ku bu dunyo misol. Shularga qiziqish bilan o'tyatirda. Bizlar masalan bo'ldi, bu konsert chiqar, keyingi o konsert qo'y bilan yana 35 yoshga bo'lib qoldi. Sana shu benzin bak bo'lsa, o'sha yarısında turibmiz hisob. Sredna 60-70 yoshni olsak, xudodan ko'p yosh so'raymiz. O'sha finish ko'rinib turibdi. Ma'lumda. Yani Demir damlama aytib o'tiradi yaqinimiz. Yani o'sha tez tashid deydi. Tez ketadi ariyanda deydi. O'sha sho'racha bir hali faqat nav ishlatgan olsa, dim zo'r ishlatgan olsa birovdan xursand qilganmiz. Lekin asosiy vazifalarimiz turibdi. Alloh taolo yana dunyoda yaratgan uchun ketma-ketlarni turibdi axir. Birov mol dunyoga erishadi, lekin bir tarafı pusto yotibdi. Birov yani boy, yani bo'lmashi mumkin. Asosiy biyonni boyitish kerak. Yangicha qolib qo'yadi. Shuning uchun Alloh taolaning buyurganlari kamtar bo'lish, iymonli bo'lish, e'tiqodli bo'lish, ota-onaga muomalada ko'ngli shod qilib rozi qilish, farzandlarga tarbiya berish va hokazo shu narsalar. Bu yerda bizani ham YouTube'da ko'radiganlar deyarli hamma biladi o'zi. O'sha G'oyudagi qahramon degan yigitni oldin uyini tozadan yo'ldan diklab, remont qilib, podkulush topshirib kelgan, to'ylarni qilib, galinlarni tushirib, yonimda geojora bo'lib yurib, oxirinda borib galinni qo'ldan bir kasa ham ishdingizlar o'xshaydi menimcha. Ish qilib har bitta inson havas qilsa arziydigan loyiha bo'ldi deb o'ylayman menimcha. Hammani qalbindagi ham uyg'onmayotgan, mehrni ham uyg'otib beradigan loyiha bo'ldi. Sizni birinchi labdan xalqning sizga bo'lgan mehri oshgan bo'lsa, ikkinchi labdan sizning orqangizdan ko'p odam ergashdi. Shu ish bo'yicha birlashilib, orqangizdan ko'p odam ergashdi. Haqiqatdan ham menimcha o'zingiz ham bir ergashdimi? Ergashdi, odam ergashdi. Aytchagim konsertda aytdingiz-ku san'atkor razgom oladi deb. Hayotda yashashga nisbatan razgom oldingizmi shu narsadan? Endi bu asli o'zi yangi yana shu vazifalar desak buni, vazifalardan zakot, xayriy ihson, zakot turadi. Zakotimizni har yil haqiqiy egasini berishga harakat qilamiz. Endi akam bilan maslahat qilib. Chunki shuni qilish kerak har bir inson, shu davlatimdan gap chiqib vera qildik. Medalab nima deydi bir qo'ldan kelgancha qilishga harakat qildik, kam ta'minlanganlar yoki boshqa nishtir o'xshamadi, aytolmadik yangi. Yetib borman tochga. Ha, shunday yolg'ondan undan deyanlar ham bo'ldi. O'zina kerakmasa bir qandashdan so'ralib oldi, borsak bizlarga kerakmaydi deb shunday aytib. Shu daraja ham bo'lib qoldik-da vaziyatda. Kim sizdan chaqirdi deb bo'lmaydi ekan bu dedik. Haqiqiy egasini qidirib yurdim doğrusu. İnternetda shunday silka keldi, girsam shu vaziyat shunday bir dana so'zni mana uyga olib bordik shuni. Bloger qani keldilar beri, keyin nashatda quri kelaveradi, aytaveradi, kelamiz deb hech qasi kelmaydi deb berdilar. Bizning sahadan quruvchilar sahasidan quri keladilar, bo'ldi deydilar, kelmaydilar. O'q dedim.
insoniyatga bo'lgan fikrni yaxshi emas-ku, bunday gaplar yana tarqalib ketsa bo'lmaydi-da. O'sha odamlarga hammaga nisbatan tekshirib qo'yilgan. Hamma butun yurtdagi odamlarga nisbatan odamlar deydi, so'llayveradi deganda. Ne ishda so'llab berganlar, rostdan boradilar, bo'ldi, kelamiz deb ketib qolaverganda, men bilmayman o'yracha nobon. Plastiklarni ochib kutib o'tirgan qahramon bechoradan tushadi pul deb. Bordim, men endi uy quraman deb bormadim. Uni buni olib bordik-da, shu vaziyat bilan opam akam uchimiz bordik. Shuni opasi orzusi ekan bolani o'ylantirish, lekin uy yo'q. Uyini shuni o'zini shunga makkan bo'lsa bir ikki xonasi o'tib bermaka bormadim. Zakatim endi o'lchaysiz-ku zakatni bari. Shu o'lchash shunga yetadi. Keyin işte opam akam bilan shunday bir uyga kelib o'ylandik-ki, buni bu quratolar chiroyli qilamizmi? Hisobli kitobini chiqarsak, plastikingiz bormi desam, qahramonlar bor dedi. Bir so'm tushmadi lekin dedi. O'zim bildim, hech kim pul tashlamaydi, demak bunga isha reaksiya bermaydi hech kim. Ahvoli yaxshi emas, vaqt karantinmadi, ro'za yemadi, ro'za yedi o'xshaydi. Demak, yaxshi emas. O'shan kutib bo'lmaydi. Hech kimdan, demak, o'zimizga qaradi ekan, bo'ldi, ne olsa bosdik. Yaxshi niyat bilan bosdik. Ya'ni ergashganlar ko'p bo'ldi. Ya'ni uyini produktasida, finansiy ergashish olmadi uncha, lekin biza qaytam, men o'zimki oxirida chiqsam, cheta chiqib qolman. Yani berjek zakatımız qarsak, akam aytsa, unda zakat bermabsan, bermabmiz bunda bize deydi. Minus pis ishlasak-da. Keyin qisib boshladim men. Ama aytdim, men bo'ynimdagi vazifa edi, men berishimga bir anda meni geroya chiqarib yotdilar. Buni aytdi. Böyle baxtımıza sağ olsun, axir durumlar, vujdan qiynab qo'yinglar, bunu desam, so'llab ham chiqdim intervyuga bir ikki. Emas, bularga rahmat aytinglar deb Instagramga ham qo'ydim. Keyin men durdimda, o'yin ochilishini aytish kerak-ku. Ejashdim-ki, ay dedim, bu Kristap da endi o'ylanishak dedim. Uydan qiyin bo'ldi shuni o'ylantirish. Yo'q, opam aralashib ketib qudochilikka bizlar qandashmas, ko'p odam qandashda bo'ladi. Kristopamiz yo'q bo'lmaydi. Bo'ladi deb turadim, bir kun qanda bo'lmaydi olib chiqadi. Yana bir gap bo'ladi. Navola verdiğimiz to'y so'qqa qolib ketdi. Bizning planimiz vobshe boshqa edi. Eshiklarda katta to'y berishadi. Oxiri Kristop bo'lib, to'ylar ham men keyin bordimda ejashdim. Ey, o'zim jo'ra bo'laman. O'ylanasam yo'q, jo'ra olaman dedim. Yana bu, ey dedim, toza mashinaga yotiriz. Hech kim to'yni aytolmaydi. Hali o'zim ham to'y edim, sen to'yga deyman debdi. Alda deydidan yana gazini bossin deb turibman. Qiz qidirishman. İlayim bu qilganlarimiz avvalambor qabul bo'lgan bo'ldi. Baxtli olsunlar. Yaqinda akam bilan bir kunda doğulgan ekan qahramon. Uya urib doğulgan kunacha aytdilar. Aynam xush xabarlar bo'pti hali. Xudo xolasa ko'payishsalar, sog'lom farzandlari bo'lsa, ular ham to'ylarida tabriklash nasib etsin iloyim. Qaysidir bir to'yxonani sotib olib masjid qurib beraman degan chiroyli taklif aytgan Bunyodbek Saidov degan bir gap ham eshitganmizda. Bo'lgan voqeamiz u. Lekin niyatim bor. Niyatimni ichtir birov aytdimi, shuni sotib olishing kerak-da, men bir katta biznesni aytaveradilar, ammo ya gap shu, yana bir yanda biz 90-100 yashayacak deyman. Ya bir ikkita donni yana shuncha erishib axir buning kerakmidi bu daraja zavodlamaga? Yo'q. Dek shu daraja yetsam ham dedim. Shu daraja sayt turgan narsalar qurib tashiydigan darajaga yetsam, xudo xolasa boshqa ish quraman dedim-da. Bo'ldi. Men shuni olib ishlataman deman. Nishtir shu aytib berdim, ichimdagi niyatim bilan shu odamga, endi u odamga gap tushuntirmayman dedim-da. Shu yerda eshikimda durib aytib berdi. Ki men deyvermang, men dek shuni qurbim shu daraja bo'lganda, men arg'i ishni aytaman. U ishni aytaman dedim. Ki shu gap chiqdi. Menimcha birdan shu odam aytdim, shundan chiqib ketdi o'xshaydi o gap. Masalan, to'yxonaga egalarni eshitib qolib o'tishi mumkin-ku yaqinlar, deyish mumkin. Uchun u gapni aytishim o'rnim ham haqqim ham yo'q, birovning mulki, birovning narsa. Dek bundan qalbimda shunday niyat bo'lsa, barkam bo'lsa, ikkisi bir yerga kelganda buni hali tashkil qilish bu narsalar nima-ku, yuqoridan yechiladigan masala. Ilohim shu yillar kelsin, shunday narsa dargohlar, Allohning uylari ko'paysin yurtimizda. Qachon bo'lsam, nerdan bo'lsam, qurish niyat bor. Pishkom borib, bolalar bilan ota-onamiz bilan borib, Allohning uyina borib, namoz o'qib, duo qilish. Ne aytibdi, Toshkentda har bir odamda bor. Bizning yurtimizda oz-ozdan ko'payatir. Ko'paysa ham yaxshi. Hissa ko'rish nasib etsin. Ilohim qani qurbimizni qurish nasib etsin. Ne degan savob. Podpisatsiya bosib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariylarga yozib qolamiz. Zamon studiyasi
birgalikda tasvir olib turibdi. ergashib olib turibdi bizning syomkaga. Ish qilib uzoq olib turgan olsang bo'ldi. Hammani ovozimni shamollarni bildirmay olib turgan olsang bo'ldi-da. Sezilmay turibmi? Bizning menimcha maktab vaqtimiz ham bo'ldi. Bilolbekni bugun men maktabda olishim kerak edi, mashina shatda ekan bular. Ha, demak, gün tartibi davom qiladi. Navbatda bolalarni maktabda. O'zi akam oladi, akam tashiydi Azamda maktabga. Hali bu hayotni formulasini 100% tushib ketganim yo'q. O'tib olmadingiz hali bu yana? Yo'q. Ma'lum miqdorda o'tdim. Bari meni qolib ketgan to'yim yoki qolib ketgan odatlarim bor hali. Hali immunimda bor, imda tushmadi hali. Immunimda gap turibman, shuning uchun imkon qadar o'zim olish harakat etaman bolamda. Endi so'nadi, ertang maktab davri ham g'animatda 3-4 yildan xudo xolasa maktab o'tib ketadi. Kim shart emasmi? O'zi borib keladi ham meni. Akang maktabda olganmi? Yana ham bo'lishi mumkin. Akang kelarmidi degan savollar bo'lib qolishi mumkin. Desa, meni ezib o'tirganini aytib o'tiribsiz, menga qarab. Sen bolangni maktabda olmaysan deb niye o'tiribdi? Shu ptichkalarimdan bo'lishni istayman-da. Bizlar ham yetirsan. Shunga hozir akamaga vaqt aka olman, o'zim olaman deb uraman. Akam ham o'shin keldim dedi. Ayda ichim yanadi. Endi xudo xolasa olib borishdan qani o'zim assam. O'zim olib borib, maylisanda boraman imkon qadar. Endi hozir 2 kishinin baqchasi, endi baqchalarning ahvoli yo'q turibdi-ku. Ana ishga tushmaydir shuna. Rus maktabda o'qiydilarmi? Şöyle Rus ve İngiliz tili ixtisoslashtirgan. Ruschada olsang ish qoladi. Amallab eshitamiz. Da. Yo'q, da eshitiladi-ku, men tushunasan-ku. Ben qani desaning to'liqda. Bir og'amiz bolasini maktab baqchadan ikitmakka borganmi? Birinchi borish ekanmi? Xotin ikitadi ekan, o'zi birinchi marta borgan. Yani baqcha opasi qarabdi, ruschalab bolasiniki debdi ruschalab. Yani og'am qarab turib, "Ne?" deb aytadi deydi. Bola tushunadi-ku. "Aka, sizni bolangizmi deb turibdi bu" desa, "Da" deydi. Gizlanmajak o'yinini Xorazmdagi boshqatdan urfa kirib turgan otalardan birisiz hozir shu kunlarda, shu so'nggi oylarda. Haftada 3 kun bo'ladi axir o'yin uyda. Instagramda kuzatib boraman. 3 kun durasiz ammo shu o'ynali deb keladilar bolalardan keyin 2-3 o'yin bor da o'zi. Yugurishmadi, qizim yugurishmadi doğrusu. Yugurishmak bo'lmaydi ahmoqdan doğrusu. Qardim. Qardim deb bosilib qolsang ham bo'lmaydi. Bo'ling turing deydi. Ularni besi kichkina, bizanki ulayib qotirib Yaxshi deysan, endi uyda ham uxlaydilar, yugurishmada sal na ko'payadi. Qotirdi, duv ko'p bo'ladi-ku. Ham yiqilib tush xop ko'pda undan. Shuning uchun bo'ldi bir partiya yugurishma bo'ladi. Keyin gizlanmajak. Yana bir joylarimiz bor. Rabik bilan ko'rishamiz. Ha, ularni video olib qo'ymaydi o'yinlar bor birikki. Mashining gaplari oilada. Alloh, asa davom etamiz, xudo xolasa. Bizlar mashin bo'ldimi men? Keyingi xudo xolasa, keyingi maktabga qarab yo'l olamiz, xudo xolasa. Maktab ketaveramiz. Uspet etganchamiz, xudo xolasa bugun yozamiz. Turib qolsa, sog'lik bo'lsin. Muxolif. Havo ixtisoslashtirilgan maktab. Mentalniy arifmetika. Ya uning qo'l bilan uning milliona trillionlar qo'shib chiqaradi onlar, Nesiz? Kalkulyatorsiz. Qalaysiz? Assalomu alaykum, xormanglar. Bugun menimcha har kunga yaqinda kechga yotimiz. Onda shu durg'anlar shular menimcha. Bilobek bolam kech qolmadimmi? Barakan yaxshina bir ikki bolalar. Qizar ketsa yurdingmi bolam? Bilobek shapkasini qarab turibmiz, yo'q. Endi chish turibdi aka bu sesi. Navbazim maskalar, hamma maska sho'layim yaptı bu. Her gün bir maske satdan maktabda. İsrofgarchilik istam bor meni. Qiymi sho'ya tiqib qo'yibdi. Lekin har kimni tozalasa yana sho'ya tiqib tashlamaydi. Topildimi to'ppun? Yetib bolam. Yuri bolam, sambo ketaman desa. Samboga sport. Hammaga pakat. Xayr, Nihol maktabim.
Derler ketibsan. Ne oynadın? Yugurishdiz mi, uçdingizmi? Ne bo'ldi ham? Yugurib o'ynadingizmi? Dumköp yurdik. Dumköp yugurdingmi? Endi men ham geçti bu adam birang. Geçti bu. Çalgıysan, hayat tashvishlaridan. Ozonda bir narsa desa, bir netvoyaj qilsam, shu bilan sinib, hayolimda ushib yuraman. Maktabga kelsam, o'shin ketdi. Хотя бы 1 soat. Uni tufarlar, yana ketadi u ber dalchi. Turadi, 24 soat turadi. Yaqin odatlarni ko'pisini aytib o'tamiz. Biri shu. Bir gap 24 soat turadi. U faqat o'zimga zarar. O'zim masafimni, o'zim sog'lig'imni yidon, fe'l-atvorlardan biri shu. Shunda keyingi manzil nera xudo xolasa? Keyingi manzil chempionlar Oqyo'l tirimiz. Bo'lg'us chempionlar bilan mashq qilamiz. O'zbekiston chempionati bo'layotir. Kattalar o'rtasida shu yerda ukalarimiz bor. Shular bilan az birga aytdi, razminka atamiz, mashq qilamiz va endi bizanki fizический ham sog'liq uchun, ham yani страховка ehtiyoji bir o'yinda bir o'q qolaman, mabodo bir. Tushunmadingmi? Ha, shuni bo'lib qolsa, shab urarlar, shab zashtatarlar demaslik uchun. Men shu uchun. Sen mening men qo'shiq aytmagan bir yerga. Ular bilan emas. Zamon studiyasi bilan hamkorlikdamiz va sog'liq ina shamollashma. Havo yaxshi lekin. Havo o'zgargandan menimcha ilishib qoldik qishning oxirgi kunlarini shamollasha. Tez o'tirib beramiz. Xudo xolasa bilan sog'liqni yaxshilaymiz. Yetdik esa. Sport Biz en chempion bo'lishimiz qiyin, shu bolalarimiz bo'lsa bo'ldi sizlar havosat. Ko'rsin, yana qara, bu yoqda hamma chempion, bu yoqda eng kuchlilar Xorazmlik. bular sambiy saqlanmasang, xudo xolasa. Единоборство. Asoslar mashg'ulot formadan kiyib chiqamiz, sportlashib chiqasizlar. Vallahi duxudum bilan qaranglar yana. Men yosh vaqtimda qatnamammi o'zim ham samboga 3 kun borganmanmi? Mazamni qasirganlar keyin bormanman shu bilan. Vallahi qaranglar. Eng avnim bu elastikniy bo'lish talab etiladigan sport turlaridan biri bu sambo. Qaranglar, hammasi nakachinli vallahi, gavdali vallahi. Ilohim martabalaringiz baland bo'lsin. Men sizlar bilan omad hammangizga. Ana shunday. Mashg'ulotimizda xalq ko'rgan, yaxshi ko'rgan artist Bo'yan Rahimov Saidov sizlar bilan shug'ullanish uchun zalimizga kelganingiz uchun katta rahmat. Endi mashg'ulotimizni boshlaymiz.
Aziz do'stlar, istagan bitta sportda bilasizlar, qizinish eng katta bo'limlardan biri. Hozirgi trenerimiz ham xalqaro toifasidagi sport ustasi va jahon chempioni Zafar og'amiz Allohberganov ham o'z ishini mas'uliyat bilan qarab, qizinish jarayonini eng katta e'tiborni qilib turibdilar. Chunki tayyorgarlik yaxshi bo'lsa, qizinish zo'r bo'lsa, jarohat sportda deyarli bo'lmaydi. Bizning qahramonimiz Bunyodbek Saidov ham jiddiy tarzda shug'ullanib turibdilar. Davom qilamiz. Men ham yor baradim. Hozir bilasizlar-ku, men ham jiddiy timnofiya etaman. Hozir bel bilan bog'liq muammolarim bor, shunga kavyora qo'shilaman. Çok tuttu. Yaxshimi? Bo'ladi. To'g'rilab bering. Narsalar pishib qolibdi. Kavyor bo'lakchilari peshonada. Yangi-ku. Shu. Bular professional, bulardan maqsad shu. Bizda maqsad shu deyapman-da, iloji yo'q endi banda qaradik. Bizda fizik harakat. Necha kunlar bir gap aytib beradi. 15 kun bo'ldi. Arada endi kasalobga bir kun bo'ladi. Endi yaxshi bo'ladi, mena bu endi yo'q hamma xatari. Shamollash. Shu zalda yangi barjak suda xolasa. Ham gaming qo'ysak, ara ochilib ketsa, yana og'riqlar boshlanadi-da. Shu. Harakat. Bitamizdan biz fursat beramiz. Omad. Benim koluma gerek olsun. Nasıl bir şey koyamam mı kendiler? Mahvoda gerek yok şimdi bu hayat. Bunlara indi ringde gerek yok. Yine Özbekistan çempiyonatlarında, başkasında ayaktan durgan yerinde balivoyan tartıp gitse bu tuttuk mu? Zafat ötemiz sırası tuttuk, göre tuttuk mu? Bu tuttuk, şu özünü tutamız bir balivoya şu an. Yani tuttuk, Zafat ötmek sırası değil. O eline kurupen sırası bir balivoya. Kolu Zafat'a ütülmeyin. O tuttuk mu? Sırası şunu. Ayak yine. Geldik bir tane sırası. Hoppa! Yaxshi. O'zgarish bor. Az-azayın. Boshdagi yan istoriyalarningizni qaraganda hozir yaxshi. Hali xudo xolasa jonini chiqaramiz dedi-ku. Demak, bugungi kun tartibimiz menimcha endi asosiy. Endi yana to'y temalari ochildi-ku. Imjim bildirmang bir opqon to'yimiz bor edi bugun. Chunki bu to'y ham va'da berilgan. Falan yillardan bo'ldi, so'amiz deb shu va'dani eslatdilar va shu to'yda bugun xizmat qilishimiz kerak. Demak, va'da berib qo'yilgan to'yga birga boramiz xolasa. Ha, menda ozgina endi razminka ish qoldi. Bu chempionlarning kiyimini berishim kerak. Menga sovg'a qildilar, lekin qaytarib olishlari mumkin. Balki men sovg'adim. So'rayman. Ish qilib to'yxonada ko'rishamiz. Asosiy kuch-quvvat biza kutib olamiz shondasini. Yaxshi. Yine bugün mashg'ulotimiz shu bilan tugaydi. Yeğeniz uchun katta rahmat. Xudo xolasa yana ertang musobaqaga yetib qolamiz. O'zbekiston chempionatining katta o'rtasida Xudo xolasa shu bolalarimiz zalimiz sharafini avvalambor, keyinchalik Xorazm viloyatini himoya qiladilar. Ishonaman shular Xudo xolasa yurtimiz bayrog'ini balandchoqqa ko'taradilar. Oq yo'l tilaymiz. Hammamiz xursand qilib, ota-onalaringiz xursand qilib, yurtimizni, Xorazmni, ustozlarni xursand qilib, yanglish qilib, havasdamiz sizlar. Ilohim bizani endi biza geç boshladik. Bolalarimiz yana Xudo xolasa sizlarga havas qilib erta boshlasin. Sizlaringiz sog'lom bo'lsin, kuchli bo'lsin. To'ylaringiz bo'lsin. To'ydan oldin lekin hammang chempion bo'lib, eng zo'ri bo'lgaysizlar. Xudo xolasa. Hammangizga omad, oq yo'l tilaymiz. Endi trenerlar Zafar aytdi, o'zi kuchli bo'ladi dedi, geteatr yo'lga chiqib dedi, safar dedi, ya'ni chempionat oq yo'l tilaymiz. Butun Xorazm sizlar bilan, ustozlar sizlar bilan, san'at olami ham sizlar bilan. Bor etib o'tiramiz. Chempion bo'lib kelinglar, Xudo xolasa u boshqa chempionatlardan yanlaringizda biza bor. Kamchilik, minus, pluslarimiz bo'lsa ham qo'ldan kelgancha yordamlashamiz. Maslahat bo'ladimi yoki boshqa muammolar bo'ladimi? Biz endi bizlar ham sport ozgina girdik. Bir qo'limiz, bir oyog'imiz bir banda
Shuning uchun bizlar ham qarab durmaymiz, harakat qilamiz sizlarning kamchiliklaringizga yordamlashishga. Va bugun ham ozgina sovg'a olib keldik. Sambistlarni shu chempionatga ketayotganini eshitib, yana ham bir aptekachi bir sponsorlar bu hamkorlik ham ko'p. Bizning nomimizdan ham birini olib boring deb yeribdilar. Rahmat, rahmat. Bizning nomimizdan ham. Bolamiz O'zbekiston chempioni. Omad Oqyo'l. Kuch-quvvat chempion bo'lib keladi. Ular chempion ham ahvol. Jumanada Diyor. Diyarbek chempion bo'ldi. Zo'r olib kelay. Televizorda ko'rib o'tiramiz xudo xolasa. Diyorni izdoshi deb aytadilar shu bolani. Okay. Oxirida bir yarim saltoni ko'rsatdi-ku. Qani Mo'minov Doniyor bu bolam men. Diyarbek xudo xolasa eng zo'ri bo'l. Omad Abdullayev Nodir bu bolam chempion bolam. Men ham pashta trenerim-ku bu. Oo. Sana rahmat, alohida podarkalar bor, chunki trenerlik ham qilib turibdi, qo'shimcha kuch-quvvat Oqyo'l sana. Endi shu zolimizdan bir meni nomimdan sizga bir kichkina sovg'am bor. Podarkam olib keldik. Podarkam bor, shuni narsangiz. Lekin bu podarkani olib uyda qo'ymaysiz. Bu podarka bu sportchilarning, professional sportchilar giyadigan podarka. Buni giyib shug'ullanasiz. Endi bizning zolimizdan bu chestiyan figuralarni ko'rsatib turadiganini qisib endi shunga bo'ladi, figuralar zo'tasida, yana O'zbekiston bayroqlari yana. O'zbekiston bayroqlari. Bo'ldi. Ozgina sportga qo'shildim dedim, deb ponni qo'shilibman bu yerdan. Rahmat katta. Ganingiz uchun katta rahmat. Ammo siz uchun zalimiz ochiq. Rahmat. Shu to'ydan keyinmi, to'ydan oldinmi kelaverasiz. Ammo zal ochiq. Bo'ldi. Teksan, Raslan. Mashg'ulotdan xayr. Oqyo'l, omad, omad. Amin şu singlimiz o'zi bilan baxt topib borg'ay, davlat topib borg'ay. Amin. Allohu akbar. Safatamni, Rimajanamni oqti cho'lqlari ko'p bo'lsin. Quvondiqqa tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, yine Xudo xolasa bugungi kunimiz ham Allohga behisob shukr, bugun bergan kunga shukr. Bugungi kunimiz ham hofizni ham ko'rdingizlar. Maza qachishi doktor bilan boshlangan bo'lsam, ana keyin mo'yka etdik. Bolalar bog'chada olindi, maktabda olindi, sportga borildi, to'yga borildi va nihoyat endi to'ydan keyin qolgan gaplashadigan gaplarimiz, meni qolib ketgan savollarim bor. Shular bo'yicha gaplashib olamiz yakuniy qism deb. Va nihoyat shu boshlagan yerimizga, ofisine geldik. Bunyodbek Saidovning ofisida, demak, bugungi mening kunim loyihasini oxirini yozamiz. Qani ketdik. Sunnat qayerdasan? Ukajonim, biz yana keldik. Ukama qaranglar. Ozondagi yanizlar sho'rda bola bechora. Hali sho'rda. Tinchmisan? Tamommisan? Topdingizmi ustamni? Ha, topdik, ustang bilan go'nglashdik. Uya boramanman, shunday kiyim olishtirib kelaman dedi. Suhbatlashamiz ozgina. Neri bu ofisni uka endi bu? Sho'ri neri bu? Miyakisida. Bu yerda nima bo'ladi o'xshaydi, suhbatlar. Sostav bilan maylis bo'ladi, qo'y. Sho'ri ha? Hisob. Hamma sharoit ma uka. Azati yurtmay shu dedi. Yaxshi, malades. Qisqacha shunday.
Bunyodbek Saidov 1986-yil 30-iyunda Urganch shahrida oddiy oilada tug'ilgan. Urganch shahridagi 16-sonli maktabda tahsil olgan. Va shundan keyin Urganch iqtisodiyot kolleji, endi hammamiz biladigan, bank kollejida o'qigan. Bank kolleji 2002-yillarda bitirgandan keyin, shu yillardan keyin ovoz rejissyorligi va video operatorchilik, ya'ni kamerachilik faoliyati bilan ham shug'ullangan. 2007-yilda bu ma'lumot juda ham qiziq. Bunyodbek Saidov Urganch davlat universitetine talabalikka qabul qilingan va eng qiziqlisi qaysi fakultetni bitirgan davolislar? San'atmi? Iqtisodiyot narxozni bitirgan Bunyodbek Saidov. Juda ham ko'p mamlakatlarda bo'lgan. Arab mamlakatlari, Osiyo mamlakatlari, Yevropa mamlakatlari, okean orti Amerikada ham bo'lgan, konsertlar qo'ygan. Bunyodbek Saidov 2010-yilda poytaxtdagi respublikadagi katta chiqishlarni boshlagan. O'sha 2010-yilda birinchi konserti Turkiston san'at saroyida bo'lgan. Shundan keyin hamma konsertlari to bugungacha Istiqlol san'at saroyida, ya'ni respublikamizning bosh san'at saroyida berisha muvaffaq bo'lib kelayotir, uzluksiz ravishda. Endi xudo xolasa 2021-yilda konsertni ham kutib qolamiz. Qisqacha shu, siz nechta ma'lumotlarni bilasiz Bunyodbek Saidov haqida? Kommentariyada bizlar bilan bo'lishinglar. Fikrlaringiz bizlar uchun qiziq. Menimcha ishida maylis bo'ladi. Menimcha ibida sostav o'tiradi. Ishida turib Bunyodbek Saidov bir narsalarni chizib, ishida to'ya borganimizdan keyin aparatchi sen ibida durasan, sintezator sen ibida durasan. Doirachi sen ibida eldaraka chiqasan, orqada skripach bilan ensonik tursa, ibyan tarafima yana birisi tursa, ibida o'rtada o'zim duraman. Ibida bir o'yinchi o'ynaydi, ibida bir o'yinchi o'ynaydi. Qolgan me'morlar ibida turadi. Gelinga ibida turadi deb chizib shu taktikalarni, sxemalarni chizib bersa kerak. Endi menimcha ibida bir nayam bo'lishi kerak ibida emning bir postavka deymiz, ibida dosh boshda tursa, bir neron chiqargan vaqtda olib sen oqshomki to'yda fals shaqqiganing uchun deb. Endi meni fantaziyam, agar men Bunyodbek Saidov bo'lganda shunda biroz bo'layotgan bo'larim. Mavsum hitlari, hitni bilasizmi nechta bo'ladi? Hitda ya'ni mashallah ham yetib turadi, restoranlardan ham yetib turadi. Shunlar chiqarsang, ishingga yana mavsum hitlarini qatnashing mumkin. Bu yerda yana 2016-yilda men bu mavsum hitlarini 2020-yildan boshlab yuribman. Bu ko'pdan beri bor ekan yana. 2016-yilda o'sha shanglatib tashlagan ekanlar. Rapadan mayna O'zbek Navo Estrada birlashmasi Xorazm viloyat bo'limi faxriy yorliq tashakkurnoma 2015-yilda paxta yig'im terimida faol qaranglar, paxtadan mahir bo'ladi. Hali shunda sholini ham chiqsa kerak, bug'doy o'raqniki chiqsa kerak menimcha. Bu esa asosiy nagrada, asosiy yutuq bu o'sha siz va biz bilgan nihol mukofoti. Bu esa eng sizlarni bilinmandan meni orzularimdan birisi bu yana mamlakatimiz rahbari bilan bir emas 2 marta uchrashgan ekanlar. Yana ikkisi ham foto fakt duribdi. Hammamizga yetirsin, ilohim. Havas qilsa arziydi. Havasda yasha. Endi bu yerda to'g'risi yana bir bo'lim bor. Yana bir muzey bo'limi. Bu yerda Xorazm san'atini darg'alaridan tortib qarg'alarni ochadi. Albatta qarg'ada yerim hazil. Yana munam qirqib olib netib o'tirmanglar. Bütün zo'r san'atkorlar, ustoz san'atkorlar, do'stlar, shogirdlar hammasi imkon boricha devolasig'incha qistirilgan. Hajixon aka Boltayev, Kamiljon aka usta, Jummata Jummishih, Bekchan aka, Rozmat aka G'ayub, bizning zemlakimiz ustoz, joylari jannat bo'lsin. Otajon aka, Almaxon opa, bu yerda yana Quvondiq aka ustozlar, Ortiq aka rahmatli Otajonov, Bomirat aka, Quronboy aka ustoz, Qalandar aka Baxshi, Farxat aka rahmatli Rahmatjon aka Qurbonov ustoz, Sulton Pasha Paudayeva, Karimboy aka Rahmonov, ustozlar aka Ukeshonovlar, Roshan ustoz Matyakubov, Atamurat aka Nurmetov, Og'abek ustoz Sabirov, Azamat Otajonov, Zafarbek Qurbonboyev, rahmatlik Aziza akamiz Niyazmetova, Ulug'bek Otajonov, Ulug'bek Bobojonov, Rustam Boboyev, Anvar Sabirov, Qudrat Suvanov, uchala do'st yana ustozlarimiz, Muratbek Qilichev, Ganjabek Rahimov, Feruza Jumaniyozova, Xurshida Eshniyozova, Xulkar Abdullayeva Pakavak, Umid Sapayev, To'lqina Jabborov, G'ayrata Salayev,
Dilshod ağa, Erman, Atabek Yusupov, Ulug'bek Sabirov, Ruslan Matnazarov, Dilmurod Sultanov, Anvaramiz Bekjanov, ajoyib ijodkor, Artur Rahmonov do'stimiz, Yulduz Jumaniyozova, Zilafruz Bekmetova, Jo'shqin Jonibekov, Sunnat Solayev, Kamron Saburov, Farruxbek Saidov, Sherzodbek Rahimov, Hamdanbek To'rayev, Shodiyona guruh. Deyarli juda ham ko'pchilik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jurnal bo'yicha o'qiyapsiz? Yo'q, endi men dim hozir bu yerni ko'rib havasat turmadim. Ham ko'rsatuvni bahonasida, ham sizni bahonangizda, ham ofisni bahonasida bir qator hammani esladik. To'g'ri, endi bu yerda ustozlarimiz, do'stlarimizni hurmat qilib, bu yerda ko'pchilik keladi, shu uchun viloyatlardan mehmonlar keladi. Bularni yig'ishtirdik. Endi burilishamiz, hozir pavorotlar yoqib turibmiz, shu uchun. Shuna bu yerni yig'ishtirish shu yerdan boshlabdi ekan Sunnatulloh. Shuna chashbash o'pqani ko'p san'atkorlar bor, ukalarimiz, do'stlarimiz bu yerda joylari turibdi. Shu bizlar ham boradik-da. Taram boyaz, O'tkira boradi, Ro'shanbek boradi, biroz xonadonlar boradi. Edi Sunnatulloh boshida qo'yibmiz ya. Murat bekam yo'q yana o'zlarimizda. Ular ham yo'q. Holda bizga girishda. Ha, o'zgartirdikmi? Hazırlaşamiz. Qolib ketgan ko'p, yana sendan boshqa ham yerda janjal bor. To'g'monamiz gatiribmizlar. Endi sal yengillashib keladi. Ishni o'rgandik o'zi keyingi vaqtda. O'zim yengil o'ling, suhbat og'ir bo'lsam dedingiz. O'zim sal og'irroqman, yemim yengil bo'lsin dedim. Endi shu aynan shu nima deydi, kasallik ham telefonlashib kelmaydi-ku. Albatta. Murat, bormisiz bir boratiradim demaydi. Shu uchun sal mazaqlash tushunib, muxlislar bizani ko'rib turganlar to'g'ri tushunsin. Doğru tushuninglar lekin. Doğru tushunganlar to'g'ri tushundim deb yozib ketinglar kommentariyga. Kutamiz. Odamlar deydi, birni ishlamasa, kayfiyat ham tushadi, ishda ham buziladi, ish qilib ko'p narsa bo'ladi ekan. Men bildim shuni. Kursizmi? O'tirsam bo'ladimi? Shu yerda davom ettiramizmi? So'kib boshladingizmi ekan dedim. Mening istammasmi to'g'risi? Ha. Bu yerda Sunnatulloh o'tiradi, Shahzod o'tiradi, ish qilib, ish bilan Bent adam oturadi, Aybek o'tiradi. Endi bu yerda hozir bir tarafdan ofis, ikkinchi tarafdan Bunyodbek Saidovning ijodiy muzeyi desam bo'ladi. Necha yillik tarix bor bu yerda? Shu ijodda men kamerachilik davridan bor. Havo. Kamerachiligimiz endi shu maktab davridan boshlangan, u asta durmagan soham mendan ishtir. Alloh omadimizni berib, kamerachilikdan shu boshlanganman, ishimiz yurishib, shogirdlar ham, komanda ham ko'payib ketgan. Vaqt endi student demasadi, shtushni donalab ketaradi. Kunida bir to'ya borib bilasan-da. Hozir men ham qo'shib to'ya borsam bir to'ya borib bilamanmi? Kamerachilikdan shunday, lekin unda shu variant aytvadim lekin. Kunida 5 to'yam boradi. Borladi. Muxlislarim boradi unda. Yaqinlarim Bunyod video studiyasi edi. Yo'q. Keyin uni orasida akamni o'rnidan ham Musetirda ketadi. Eski bir sostavlari bo'ladi. Moskvich sostavmi? 24 sostav. Jiguli sostavlar bo'lsa, ular yo'q to'lmaydi ekan, keyingi davrdan o'tgan bo'ladi. Endi yoshroq bolalar. Keyin bular vaqtin to'yasa, o'sha jo'ra bo'qqanlar, borishi kerak. Keyin bular ham borishga, vaziyatdan chiqish uchun Musetirda yurganmiz 5-6 yil, bundan ishim yomon bo'lmadi. Shu bilinmay shu san'at aloqasi kelib, ikkisi bir yere keldidan keyin qo'shiqdan bir aytib ko'radim, o'z yurishib ketdi. Menda ayb yo'q shu uchun. Menda ayb yo'q. Vallahi ayb yo'q. Yurishdi, yuribmiz. Meni savolim endi shuncha yillik tarixni 20 yildan ko'p. Kamerachilik bo'lsa 25 yil. 25 yillik tarixni necha ko'zingiz qiyadi, yanglashtirib karni aytib turami yo'q? Bu yanglashtirib mana marjantlik jaqib-ku. Shu bir yere o'tirib bizda pastki qismi bor-ku bu yerda. O'z birinchi sho'r. Oldin ko'psingiz, havo. Shu pastında shu bolalar bilan dam oladi, sostav bilan shu tadbirlarimiz bo'ladi, yangi yil bo'ladi. Bizga shunday an'anamiz bor, guruhimiz bilan, sostav bolalar bilan, shogirdlar bilan o'zlari ovqat pishirib, yilda 1-2 bo'ladi. Yoki ichida 1-2 muzikantlarimiz bo'lib qoladi. Men palonzor pishiraman deb. Neda shunda neda boshlanadi? Sho'rimiz bor, sho'rimiz studiyam aytib. Sho'ra tushirishni komanda bergan. O'zi san'atdan boshqa biznesingiz yo'q axir? Qo'maga shu vaqtgacha yo'q. Xohish orzularim bor, risk etib ko'rmayapman-da. Bir kasb, birovlar kosmonavt bo'laman deydi. Birovlar militsiya bo'laman, nima bo'laman deyapsiz? Shunaqa o'qiganman-ku bank ko'rinishda. Uydagilar bir o'g'il bor, prokuror bo'lasan deya. Bo'ldi, prokuror bo'lsam, prokuror bo'laman deb bank kollejiga kirib, shu yerda shu fakultetda o'qiganman. Men shu vaqtlari Toshkentga bir aylanmoqqa borganimda, yuridiskini oldinda borib duolarni o'qib shu yerga kirganman deb ham kelganman-da. Toshkentga bir sanoqli borganmiz, bu vaqtda Ekarisda borganmiz. Shundan bir oxirgisida qo'shib chop qaytganman-da. Kamera, bir texnika olaman, bir video olaman deb borib Toshkentga keldim, damam olib aylanib ketdi deb aytgan. Yaxshi dedim, bir ko'cha bor ekan, shu yerda aylanib borib, shuni dedim, undan qo'shiq aytadi, yer bor ekan. Aytdim, men uyalish yo'q, kimdan aytayman? Oldim da boshladim.
Kamila kızını her gün iş Türkmen toyda. Hemen rozmetem, eşmetem, taşmetem aytada Kamila kız, Kamila sevdalıyım bir kuvvet kıytembesi. Sevdalıyım, rinna. Şu akları Kamila kızım yaman edi da. Kamila diyor, yadlak köpme ucun. Kamila'dan neyim şurama, muskeden neyim şurama. Ayt tutma kalbutta ve nayt bilgen diye. Şöyle bir olsun, fason bir öyle bırakıp o dedi. Ayt bu hep kemem o dedi. Onu ayttı. Sen dedim o bu. Bana o. Şu bilan olap gittim ne? İsti aparatını alıp kayttık. 102 sahada işi dedim. Kameraçılık usaytırcı mühendisçam oldu. Hali koşçunaz. Ben şeterdeyken yaş katta sanatkarlar bilan barsam özüm bekle aytib bersam. Ha, o vaqtda uzr savolim bor. O vaqtda aparatçı başqa, mühendisçi başqa. İki kasb egalari u. Dinledi o mühendisçi. Hurmat edim ishlar. Alamat turadi onam shu yerda, tamam. Aparatçı falan çöverjde ben borasan kişiler onda borasın. Bu bilan bog'liq ko'p voqealar ham bo'lgan. Ustoz Hafizdan da borib qolganman. 3-4 qo'shiq aytganmiz onda. Qanni bunda aytgan, sizga aytgan. Berasi yo'q-da. Bir kun aytdi-ku. Katta zo'mmang. Yangam katta usta. Summam men so'raydan katta-da endi. Bir kun-ku men u yerda mühendisda bormasam aparatda ketib, bu yangi bilan kelishim kerak edi. Yinlab qo'shiq yozish kerak. O'shin planda bor, chunki dürtüpdilar. Qo'ng'ishim dürtüda falan chiqqan dürtüp ekan, jo'p bilan bu yuraveram bu. O'zi qo'shiq aytsin axir buni, o'zi qo'shiq chiqarsin axir buni. Bir marta televizor ochsin axir, bir so'z jo'ram bolasi devalar. Axirda bo'ldi, istarchi chiqaman deyapman-da, Navro'z keldi degan qo'shiq bilan chiqqan. Maqsad shu bo'lgan, shu dürtkilar uchun televizor chiqqanman. Sen bir qo'shiq chiqarib ko'rasanmi, uyalmaysanmi? Yana bir chiqarsan bo'ldi ki. Odamdan Beksat boradi, Hakimov jo'radi. Vaqtlari to'yda u klavishda boradi va men ministrda boradi, ya aparatda boradi. Ikkimiz ko'p ashulachining yanında hamkor bo'lamiz. Komandada birga. Ashuni vaqtlari Beksat bilan borib, Sharqiyanda o'yinda bir 3 qo'shiqqa bir shu odamlar so'zlay vermasin. 3 qo'shiq ishlarim aytdim. Gel bir Xorazm qizlari, keyin ham bir qo'shiqim bor edi. Deginmi o? Shu bilan keyin bir 6 qo'shiq oldi, keyin konsert qo'ymaymi boshlandi. Meni kursdoshlarim bo'ladi bank kollejda, shular dürtüpdi dedim men. Qo'ysa kim keladi? O'zimiz giramiz dedi. Maktabda berganman konsertim, o'zlari kollejdan borib, darsdan qochib, nadayan uchun gap eshitganmiz biz damlalardan. Biz kursdoshlarni aytib, o'zimiz o'ynaymiz. Okay deganman shu bilan. Klip ishlaydi, o'zim tushib beraman degan. Bosh rolda qizlar, bolalar, kamera o'zim svet o'zim tutib turaman deb. Shu jo'ralarimiz bu sabab shu san'at sohasida shunday qayrilib ketganman. Yuraverasam, Toshkentda so'rab tutib odanib boshladilar sen. Toshkentda konsert qo'y boshlagan. Ne dedi? O'zim hayotda kutmagan narsani Alloh taolo berganman. Alloh taolo. Izraildagi konsert vaqtida Abram Talmasov bilan duet. Bu nechik bo'lgan o'zi bu? Izrail temasidan doğrusu, yine bizning YouTube'da ko'p Izraildagilar ham ko'radi. İsrail degan har bir narsani professional insonlar shidoon, yer, borsak zakonni kutib oldilar. Abram akani uyuna boramiz deydi. Yo'q, o'tiraman. Aytdim, "Ey, ofis." İş uğraşsı dedingizmi? Ish ko'paydi. Abram Talmasov desam, bizda eng professional hopuzlar deydi. Men ne? Dedim, qo'yaman, men uxlayman bugun dedim. Konsertdan bir geldi. Yo'q dedi. Esa dedi, biz ham chaqiramiz dedi. Usta kirib keldi. Aytdim. Maşallah. Kim ben qarayman ekan deb turibman shuni. Sonma şimdi dedi buni chiqdan gurunlashib podarkalarni berib sen qo'shiqlarni deb men qo'shiqimni aytib o'tiribdilar. Keyin jo'y boshlandi, birga qo'shiq aytishni boshladi. Endi men o'zi uni yanda bir yallashib ochimanda bunni qaradi. Uni yanda ku hayajonlanib yana da tushdi. Ya imkoniyatlar. Keyin men lab aytdi, "Va haqiqiy bo'ldi, zo'r bo'ldi. Ertangi da konsertingdan boraman" dedi. Ana butdim. Açolashdi. Tashkilda tushunsan yo'lada yaxshi. 15miz o'zi. Tashkilotchilar shu yerda bu hakimlar bizdan aytganlar. Sostav o'tirib borib yemakli deb turibmanda. Yerdan birinchi qatorda o'tirdi işte. O'zi Izrail. Yana Abram Talmasov o'tiribdi-da. Boshlandim qaltirab. 100% joy konsert. Sostavimizdan ikkisi bor olmay qoldi, yetmayapti. Yonda ikkisi muzikant osmondan tushganda qo'shilyapmiz. Ne dedi? Şorva gömmese anne. Aşının boşa ko'p turibmiz-da. Boshladik, dedi, "Ne qo'shiq qiladi?" Xalq yaxshi kutib oldi, bo'lyapti, ki usta chiqdi. Shu yerda tashkil etdilar, keyin o'zi ortiq ekan esladi ustozim. Meni ustozim o dedi. Masalan, ular davrdosh bo'lishi mumkin. Orasi 5-6 yil birovlar usta shaytdan shu odam turdi, meni ustozim dedi. Hamma turib eslab qo'yinglar shu inson dedi. Shuni qo'shiqni aytamiz dedi. Men dur, xabarim yo'q esladi.
Getdik, aytdık. Keyin dedim, men de erkekdim-ku. Artıq akani istenirdim. Men o'zi artıq akan haqda so'z geçse, meni yomon ko'radigan odam artıq akani so'zlasa, men boshqacha bo'laman da. Yurakimdan beradon darajada olaman shu. So'nib ketdim-da, endi dedim Atajon akanim esladim, aytdim usta dedim. Septi sonrasını yerdi, zo'r bo'ldi shunday. Ikkinchi kun ham yana kelib, uchinchi kuni keyin yana meni chaqirib, o'zi dasturxon tuzib, me'mor etdi. Abraham Talmasov 4 kun yanımda. Undan keyin bir premyer efir bo'ldi Sevimlida. Premyer efirda qisnishdan bor, ish holatda. Ha, bugungidan. Hamma karantinda edi, qo'shiq aytmagan, qo'shiq aytish yo'q, hamma uyinda yotishma, turishma. Birdan Sevimki oladi dedi, repetitsiyada basib berdik yozda. Qayisini ishlatib qo'ydilar. Keyin menda bolalar endi bularni qayg'urdim, 15 muzikant edi, men ham shu oldinda o'tib qaytib qo'shiq aytganman. Konsertdan bir kunda yo'q-da, borib otkazating desam, yo'q, e'lon berdikda. Yaxshi boshladik efirni. Keyin shu yaxshi bo'lib o'rtasida Ulug'bek Atajonov, Yalla guruhi shularga SMS beradi. Shu aytaman, odamga bir yaxshi e'tibor, yaxshi bir fikr, sog'liq beradi, kuch beradi ekan, kayfiyat beradi ekan. Hozirgina sportchilar bordi. Albatta. Qo'yiladi. Men ham shu fikrdamanda hozir, masalan, bir yaxshi gaplasang, yaxshi bir fikr bildirsang, sog'aytirib bermasang-da, lekin bir shu kungi kayfiyatini ko'tarib, sog'liqini ozgina hissa qo'shgan bo'lasang. Menda hayotimda shunday bo'ldi. Keyin qo'shni so'rab qoldilar. U yerda javob dedi, shu ustoz bilan Abraham aka bilan izladi, ham aytganlar. Shunda aytib bersin deb. Voh, aytdi. Hemen aytdim ki şöyle. 2-3 qo'shiqni aytmadim chunki avjda pardali yerlari bor edi. Son bir 4 soatga yaqin efir oldu. Oram o'tib urib o'tdik ko'rdinglar, suyundu. Bog'lanib ketaveradi bu suhbat. Samimiy suhbat o'zi shunday bo'ladi. To'yini o'tirgan odamlaringizni, farzandini uylantirgan to'yini nasib etganmi? To'yini o'tirgan yo'q. Meni chunki yili to'g'ri kelmaydi. Hali masalan men bir o'zimcha o'ylab hozir to'g'ri kelarmikan deb turibman. Yo'q. Lekin endi gap turadi-ku. Guruhi 20 yil bo'lsa, endi shu eldimizdagi yillar gap turadi. Lekin shunga o'xshashlari bor. Masalan, 20 yil bo'lsa, mana deydi, yana shu bolasi shu ina deydi. Ulli bolani ko'rsatadi shuni, opasi bilan akasining to'yini suvgansan. Ha, u yetgan. Shuni 5 to'yinda kelmading sen deydi. Ya o'ylantirganda shuni to'yinda, birisida shunday bo'ldi. Do'lg'anda kamera tushirgan ekanman. Men xizmat etganman. O'ylantirganda suvdim. Ashuninglar ham bo'ldi-da. To'yini do'lg'andam kelmading buni deydi. Shapkan ekanman demak, yo'lima tushmayapti. Yilot bo'lsam, bolasi bo'lgandan chot bermayapti-da. Chot bermayapti yilot. Shapkan ekanman, kamerada kelmading dedik aytadi. Ha, aytdim. Baribir ikkisan bir xizmat qilish, oilaga xizmat qilganman. Shu oilaning tarixida qansiz? Eng baxtlisi bir oilada 5 farz o'g'li bor. 5sini ham borganman. Maşallah. San'atkor ko'p. Dem bo'lib bizani azman chiqqan davrda umma san'atkor ko'p. Ya men mutabbor mıydı? 5sinden niyat qilib 5sinden borganman. Yana yaxshi niyatlarga to'xtalsak, bu yerda sal gap qachirdingiz. O'sha tadbirkorlik, butik faoliyati dedingiz. Endi men to'g'ri tushungan bo'lsam, bu endi erkaklar kiyim-kechaklari sotiladigan do'kon. Shuni mo'ljallamadim. Bu ofisi shunga aylanadimi endi? Edes bu turadi, bilmadim endi. Jo'ralarni to'xtatib turibdi, dur deb. Endi men keldirib kiyim do'kon bo'lmaydi ekan. Plankasi ochibdi deydi, yotibdi deydi. Keyin yana ko'ngil so'rdi-da. Men endi yaqinroqman-ku. Giyma misol savdoga yaqin emasman, giyma yaqinman. Turkiya ham yaqinroqman. Bitta taklif bo'lgan, ko'p borganman. O'zimni vajaganda bitta gaplashib, urushib chopishib bilaman. Albatta. Boshqa sohaga qaraganda yaqinroq diyecekman. Endi shu hozir muomalaylik-ku tadbirkorlik faoliyati. Shu qatorda qaysi kasblar bor endi navbatda rejada? O'zal ochmoqmiz, restoran bunyatniki degan gaplar ham yuridi-ku, xalqlar ham bir 2 qadam oldinda yuridi-ku xalqimiz ko'pchiligi. Uy akam unga rozi bo'lmadi endi, akamdan bari ruxsatsiz hech ish bo'lmaydi. Ya'ni rozichilik ham duosini olib bo'ladi hamma ish. Kur o'zim ishidan ish bo'lmasin deb turibman. Ya, aytganingizdek keng jamoa bilan ish. Ben bir hayırlı işlerden birisi olsun deb tutma, içinde hayır olsun deb tutma. Ha, asosiysi hayır olsun. BS Oil mu? BS Milliy taomlari mi? Yoki BS Butik mi? Siz qaysirini tanlaysiz? Kommentariy yozib qoldiring. Siz Dubayda vaqtingizda uyingizga o'g'ri tushibdi, shu haqdan bir. Aytamam, şu anda shuncha problemim bo'lib turganda o'g'lim qo'shildi. Va shu azon bilan shunday xabar keldi, nima deysizlar endi bu. Bor ekan shu. Lekin halkımızda o'zini yaqini bir to'yda rasm qo'yganman, ya'ni shulardan qaysi biri og'a dedi, yaqini degandan keyin muzikantlaringizdan deb turibdi-da. Yaqini desa, dim yaqinlashib botdi-da, odam so'zdan so'z halqangizdan keyin o'tib.
Shulardan ishonch bor-da, o'sha ishlardan qaysi biri yani o'yingizga tushgan deb yozibdi. Moment darrov. Endi u endi bilinmas, shu yerda biz uzoqda bormiz, bu yerda ko'pchilik ichki ishlar organlariga, ahli xodimlariga ham, shu atrofdagilarga ham, shu ham yaqinimanda ham shu bilan chiqqanda balkim. Ular ham bizga kelishi yaqin, o'zim ham aytdilar, yaqinimiz ekan-ku, o'yingizga, yo'q, men uyimga kirib chiqib yurgan bola emas. Lekin shu sohada, sistemada görüşüp yaxshi bo'lsan deb hurmatli yurgan bola. Hech kim kutmagan, biz ham kutmayapmiz. Endi bir aql asirning holatdan. Ya, bizani xayolimizga kelgan shu u bolani xayolini buzgan birov bor deb. Haligacha endi shubha gumonimiz bor. Endi gumon iymonni ayiradi. Kimdir bilan sal uzoqroq o'tirish kerak degan fikrdan boshqa narsa yo'q. Hammasi yaxshilikcha yakunlandi. Yomon tarafi yo'q, chunki u yanda opam akam boshqa xonada qo'yindi, men boshqa xonada. Men ularni o'yladim-da, ana bular qilsa tish bo'ladi. Shu xonada tinchlik bo'lg'ay deb bersam, ular kayfiyati yaxshi-da. Arkayim bo'ldim, uyda hech narsa yo'q dedi. Yo'q, ham aytdim. Akam zebni qo'yganda kilitni ham qo'yib qo'yibdi-da. Ochaver bolam deb. Qo'yib kelganda, shu kilit qo'rqizgan hamma. Kilitni bildimi, demak, birov bu bizadan deb-da. Deb. Kilit bo'lmagandan doğrusu şartlap getirer ekan, shu bilan yakunlanadi ekan ish. Bo'lajak ish qisqasi 3 mutop bormoqlar. Bizlar ham straxovka bilan ketganmiz, chunki yangi elat biza bilinmiz-ku. Albatta. Shuning uchun axrana xodimlari bilan yana chaqirib, yangi zamonaviy texnikalarni qo'yganlar, 3 kun ular bilan yurdik. Yani, nima deydi? Dijina datchiklari bor. Signalizatsiya ham argoyimizda uy dedi. Uy damidonni qo'yibdi-dan bular. Zamonaviy. Qiyinmi? U imsim deb orqayin uyda choy ichib yurgan. Misolda endi 3-4 minut yurgan o'zi. Ular kelmaganda ponni yashaydi-ku, biz 10 kundan keyin keldik. Endi bunday narsalar bo'lmasligi uchun shu straxovkalarni qilish kerak, ehtiyotni qilish kerak. Axron xodimlari zo'r ishlagan, sirazi borgan, sirazi qo'lagan, uyni o'rab olganlar hammasi. Yaxshi, qisqasidan qaytganda buni lat yetirgan eshik-peshiklari, to'g'ri. Odam uchun, biz uchun qadrli. Men o'zim hamma narsamdan voz kechib, ishlarimdan ham, ijoddan ham eshik uchun bir usta bilan urushganman, yana bir uchun o'zim yurganman-da qurilishlarida. Shu narsa bo'yicha bo'lishi mumkin, boshqa narsa joyida hammamiz qisming geldik. Chunki uyda hech narsa bo'lmagan, yaxshilikcha bo'lgan, hammasi tutilgan, tem bo'lib. Bir taraf shu ko'ngilda bir narsa bo'lishi mumkin, kim bor ekan shu bor degan fikr bor, boshqa narsa yo'q. Insof bersa hammasini, u narsalarni ichki ishdan o'zlari shug'ullandi. Mendan so'raydilar, shattiz o'g'rini tutdingizlarmi deb ham turadiganlar bor. Tutuldi-ku deb turibman, 3 minut yetmayin desam, "Nolan olibdi" dedilar ki yana. Ikkinchi savol. Endi xalqimiz qiziquvchan baribir. Ko'p savol, uni tutibsizlar, shattiz deydi. Qamatdingizmi? Axir ichki ishlar organi bor. Hamma narsa bilan hamma o'zini ishini shug'ullanadi. Biz ular bilan ham shug'ullanaversak, doktorchilik bilan ham shug'ullanaversak, o'xshaydimi? Unda o'xshari bo'lmaydi. Dasturimiz davom qiladi. Bugun hozirgi bizning savol-javob qismimizni yakuniy bosqichiga keldik, ya'ni blitz savol-javoblar qilamiz. Demak, birinchi savolimiz qo'shiqlar soni. Aniq 500 ga borganda, mendagi ro'yxatda lekin 16-yilacha. 500 ang o'tibmayapti. Shu atrofda deyapman. 500 atrofda. Ikki davlatda bo'lasiz. Bir 10 dan ziyod. 10 dan ziyod ang. Bugungi kundan borishni orzu etadi. Ko'p davlatlar 3-4 martadan borganman-da. Bugungi kunachami? Londonga borishni niyat qilganman. Nechta? London ang. Aytilishi. O'zi bu giyinishingiz ham London britanskiy stilda aytadi. Londonda ko'p turibman men. Qaysi biri bilan duet qo'shiq aytgan bo'lar edingiz? Munisa Rizayeva, Shahzoda, Rayhon. Bu yil konsertimizda Shahzoda bilan boshladik. Qo'shiq tanlashni. Bu yilda yana qolib ketgan konsertimizda. Munisa, xafa bo'lg'im yo'q. Instagramda hozir ham qizlar sevgisi qaratib turammi? Yo'q menimcha. Ko'zim tushmaydi. Chunki men Instagramda shunday aura auditoriya aytib qo'yibman. Oila faqat romantika mazasini berish yo'q, to'g'risi. Bu ash profilda bo'lishi mumkin. Sal rasmga tushdan profillarda boqing, endi menda yo'q, lekin shu oilaviy dersira, shu bolalar bilan bola chaqa bor. Uzr degan videolardan bilinadi-da. 30+ degan profilmi? Ashunday profil yaratib qo'yibman. Rashk masalalari ham bo'ladimi hozirda? Endi bu nima deydi? Aksessuar bezak, oilani bezak-ku. Go'zallik-ku deydi. Usiz bir qiziqsam bo'lsa kerak menimcha. Bosan.
Haftada bir bo'lib turadi axir. Bitta bu daraja emas. Ayda. Görüp tutda, bola bo'ldi-yu, qachon bo'ladi bu vaqt? Bor bo'lganda, görüp turgan-ku. Gaplashish uchun vaqt kerak-ku, ya bir gen fe'lat var kerak. Bu fe'lat var bilan sabrsizlik bilan qaysi bir jondan do'ygan gaplashib yuradi. O'zingizni Mercedes mashinasini sotadir ekansiz. Necha sotatirsiz sir bo'lmasa? Yani şu için ya kliente gösterip gelmedim azanda gördüğünüzde onu. Bir maşin giriz, bir maşin çıkarıp bitti de motor masalı oldu. Satıyatır mısın aziz dostlar, yakınlar? Necha ming? Ne mingi? Kilam yürgeni mi? Necha ming degan savol so'rasang, bo'ldi, aynan o'zlarimiz bo'lashib qolamiz. Ben savol berib turibdi, Toshkentda urib so'radim. Necha o'zi bu mashinlar desam, 40-50 o'rtasida dedilar. Men ham shu rasmishda aytib o'tiribman. 40 ming, 50 ming. Olg'a oluvchilar. Qadrli mashina edi. Saltanat restorani rostdan ham siznikimi? Hey, shu gap qanday endi? Yaxshi-ku. Meniki desam, ne deyam? Chiroyli so'z-ku. Shunday vajing bo'lsa. Lekin men endi erkinamiz bilan samimiy boshlaymiz, ya'ni bir maslahatda dizayn bo'yicha, masalan, men uyimda ishlagan ustalar shu yerda ishladi, fontanchi boshqalari ochilishlarida xizmat etib berganman. Anti reklama deymi? Ozgina bo'lgan 4 jo'g'an shu yerni bir ozgina qissamiz degan xursandman. Boshqa tarafi yo'q. Bizda deyish yo'q, men borsam pul to'lab yeb ichaman deydi. Erkinamniki. Ha. Erkinam pul bermayincha chiqarmaydi meni. Erkinamniki. Erkin taxta bozorniki. Ortiq Atajonovga bir so'z bilan ta'rif berib bilasizmi? Bir so'z kamdan doğrusu. Men hozir bir so'z deb aytib ketsam, borib uyda nechun kamsitganni olaman-da. Ko'nglim ko'pdan so'z. Chunki men hayotimni o'zgarishine sababchi bo'lgan inson. Hayotimning o'zgarishida ham katta gapdan. Men hech kim shu Xorazmda san'at olami bir tinomin turgan vaqtda g'iybatlarni taqirdatib, bombalar atib yotgan vaqtda tuz usta kelib, qaziq qaqib ketgan. Bizde fakrimiz sanatkorlarning podshosi Ortiq Otajonov boshliq san'atkorlarga men navbatni beraman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hamkasblar. Buni ilhom mukofotini olish juda bizni Xorazmimiz uchun katta baxt. Xizmati, mehnati bor ekan, tan olindi markazda shu buyuk san'ati. Prezident nazari tushdi degan gap juda katta baxt. Ko'rgirman, yosh paytingdan haligi stadionlarda bor yetadi degan ashulalarni salamjon deganlarini eshitib o'rgandim. Ustoz Atajonovga 3 so'z bilan ta'rif. Hammaga bir xil. Hammaga kayfiyat, immunitet beradi. Va o'z kasbini mukammal sohibi bo'lgan. Yashang, rahmat. Kimdir ijodni boshlayotir, kimdir biznesni boshlayotir, kimdir bir institutni bitirib qaysi kasbni egallasam ekan deb. Endi katta hayotga qadam qo'yajak yoshlar bizning auditoriyamizda ko'p. Ya'ni o'sha 18-25 degan auditoriya bizning YouTube namizda shu motivatsion 3 savolim bor. Shu loyihamizda Xudo xolasa kim mehmon bo'lsa, shu insonlarga beraman degan. Birinchi topgan $100 pulingiz va uni nega sarflagansiz? Birinchidan men birinchi ishlab topgan sohani aloqasi yo'q bo'lsa, kamerachi bo'laman, kamera olaman, bo'ldi. Ha, shu birinchi topgan $500-600 bo'lgan kamera. Bingla kamera olgan. Birinchi $100 demak, o'sha maqsad uchun jamg'armaya qo'yilgan. O ishlatib berilmagan. Menimcha shu ish kamera shu birinchi. Ikkinchisi bu shu. Aşı $100 degan savolga javob shu em so'rib qo'y. Ichinde chudang. Ishini boshdan shu orqasini elde ish qildi. Pulni to'g'ri taqsimlash deganda nima tushunasiz? Bizda ham ko'p pul topadi. Masalan, men eldan chiqqan san'atkorlar ham men bilandan to'ya borib, mendan keyin ham bo'lib turibdi. Biran ko'rinadi, biran ko'rinmaydi. Nodir meni muxlislar, novlarim balagan biladilar, masalan, bilsalar, novdanligini aytchaqman. Bu barakatida bu birinchidan. Novdan barakatligini aytchaqman. Men ota-onamga beraman pul. Yes. Ota-onam shu chil yil pul topib turgan olsam, ishonatamandan ketib qolaman, bo'ldi. Xonama kirib ketganman. İçinden jo'raman motorshada aqqaman hech qachon. Pul kisamda olib yurishim hozir Nito telefon bor. Sanab bilmay kisamda olib yuribman bilmay. Urganmayman-da. Yo'qdi shuni chiqib ham ketganman, biroz olib bo'lgan pul yo'q. Ham Oybekda bo'ladi aziyamda, yana bir telefon bo'ladi, yana danishib chiqadi, atashab o'tadilar, ulardan shuni olib chiqqan. Pul bilan ko'p muomalaga girishmaysizmi? Pul bilan umuman shu to'ydan
tapılğanam yoki bir etken işimden tapılgan pulam köpsü meni koluma deyip ötmeydi. Öydekilerim kütüp oturmaydı bunu. Şurada mehir koyulmağanda, mehir koyulmağan narsa özü kaçkan sayın izinden kola dediğimi şunun boğanda endi. Ailege hıyanet kılınmasa, hamma narsa ortada bolsa, bereket oladı onda da. Ben köp tapamam, az tapamam, ben bittesen akkalin dedim, boldu. Bereket kaçadı. İşte ünümdallık kaçadı. Suhbatimiz ham oxirlab qoldi. Shu kimdir san'atni tashlamasini deb turibdi, kimdir bu PR deb turibdi. Estağfurullah. Kimdir bir pauza qilib yana davom qildirajak deb turibdi. Yana kimdir yana o'zini versiyasi, yana kimdir yana o'zini versiyasi. Bu yerda versiyalarning ichida yana bir versiya ham bor. Yoqimsiz versiya. Endi men aytib o'tishim kerak. Kimlardir san'atni yanglashtirdi, izindan yana kimlardir yanglashtirdi, yana izindan hafizimiz ham yanglashtiryapti. Bu versiya ham bor-da ichida shular. Men aytchakim shu versiyalar mana shuncha versiya-da, shu o'zingizni ichida do'stlaringiz ham bor, hamkasblar ham bor, ustozlar, shogirdlar, hamma muxlislar bor-da. Shu bir original versiya murojaat qilib bir javobini ayting. Bunyodbek Saidov san'atni tark etdi. Tushundingmi? Ben hali san'atdan ketib bir asma o'zi bir yere tushmaydi. Ne degan san'atkor. Birov ondan doldurup gitara da az. Bu sahat hem böyle kurup yatkanı yok. Bir etki işte bir etip biladi. Yani kıyın iş etsem eken, bir kıyın bir janrlarda koşuk etsem eken, bir şu derece sложный bolsa eken ben janrım. Yok, onunla boş kaladı desem. Peki vaz geçip durdu, ne oğa? Bundan muhim vecde durdu. Albatta. Bundan muhim vazifeler durdu. Allah'ım yangi sözüm meni vicdanım qiynaltıradi. Qani shuncha Alloh taolo shuncha narsa berdi. Sen ne ish tursan, bu ne yatish bu? Ne gap bu deb. Ularni ishlash uchun odam sog' bo'lishi kerak. Sağlık uchun odam asabini asrashi kerak. Vaqtida ovqat yeyishi kerak. Ki ailedagi burchlari bor, ota-onaga rozi qilib, shularni xursand qilib yanında o'tirib, ovqatlanib, suhbatlashib, televizor ko'rish, hamma farzandlarda bor bu imkoniyat menimcha. Bir tarafdan havas qilishlari mumkinmi? Do'stlarim, ukalarim, bize aynen. Lekin menda bu taraf yo'q ah. Ya'ni sizlar masalan ko'p ko'rganman, aka bilan o'tirib, bo'lgan kunlar aytib, söyleme, ben de şarait bu. Ne çetim ben şu işin diyeyim. Ben de özüm yiyeyim etim. Administratörün şu bir şey olup uşam ne hiç ahım ağım koyak bir. Sen zet oturasan bala çağın ben oturayım. Kıstamı oturayım yakşı. Kıstam otural. 20'ne oturamaz namına. Oldu bu telefonu. Yakşı. Set verin ya. Onun hiliz bu muydu ahım otur. Samimi telefonunu atıp verip. Heyken iş yok tokat. Tülüp bileyimiz mi? Salat. Ne gel? Kanı bir yere bağırıp okatlanamız. Balık kanı bağırıp. Televizor görüp, serial görüp. Misalda eke bilen bağırıp ibadetlere birge gittik eke maşında. Balanam ap çıkıp bir getirip misal. Neden iş var? Karındaşla bu kaçan adı yoklanmağa. Bağımıza karındaş. Gel bir şaşlı giyip gelemiz. Günleşip oturamız. Bağımızdan sonra neden rüştele kap gitken. Evvellerim ona yardım etken insanlar var mesela. Kaçandır görsem de ko'p maaşı rahmetim açmıyor. O adam kütüpürgemi yok bende. Lekin bu kaçandır diyemez geç olsun bugün. Erten ne oluşunu hiç kim bilmeydi. Ben neçe yakınımdan ayrıldım iş karantinada. Şu bir yıl oldu. Neden içimde erman pişayman var. Şuna rahmet aytmanım ya şu bilen bir arkaya oturmanım, dilden sohbet kurmanım pişmanım var. Erten şunu kette pişmanla bolsa içini yiyip yürüyenden vaxtında hem o vaxtında şu muamelesini, etibarını, etrafına etip ötüş gerek de bolayım. Bu gap ne için çıkıp durdu? Toylarına ami oturganımızdan çıkıp gitti. Taşıyacak ki başka da bize onu reklam etip, onu mavat etip, geroyluk etip yürüyenimiz yok içinde. Şu körset oladığım şu için kaçıp verdim. Bundan geroyluk olmaydı. Şahsi özümü ne oldu? Ahiretim için hareket ya ki bir hayatım için hareket bu geroyluk mestan bu. Ki yangi şu birovdan fikir yakmanına ki Aybek'e aytdım. Bir iki hem çakırdılar. Ustaz sanatkarlar özü bizlere başka şop durarlar onu etme dedi. Lakin şu vədə bergen toylarını apıp durarım aytdım. Qarz bokkan toylarımız var. Zaloklar yatkan toylar var. Boşasın izinden bulmasın mı aytdım. Çünkü notoru adamların izinden izdaş deseler ama doğru gelmedi doğrusu. Kıskası cevabım özümde yok. Hemmesi şu aile için. Belki hemmesini cayına koyup bilsem şu derece bir güç kuvvet bir ne oldu? Fiyat var enerji tapıp cayına koyup versem bu sahanam bir üzerine yaraşlı devam kıldırıp üzümü yakınlarım için üzümü muhlislerim, kardeşlerim için, dostlarım için, sastafım, ailesi için misal azgına derfet koyuşum mümkün. Böyle bir nişe hesap kitap etseniz, büyük matematik apgezeyiz, misal
Bu işle bilen mesela taşap versem yetirolmaydı o vaqtda. Uxlasham kerak-ku. Uxlamasang yaramaysan. Uqatam ish kerak arada. Hammasini böyle maktab bor, bog'cha bor, doktor bor, uyda o'tirish bor, boshqasi bor, do'st, yaran, qarindosh, boshqa asosiy vazifalar bor. To'y sig'maydi turibdi shura. Qistonib universitetga yoki kech qolib to'ya borib, to'ylarni xafa etib yurganlar. Hech kim xafa etmaydi, tinch yanında go'zal hayot kechirmoqlik kerak degan programmadaman. Endi baribir suhbatimiz oxirida bir o'zingizni muxlislaringiz ham bir aytadigan gaplaringiz bordir. Muxlislarim aytaman baribir bir murojaat qiling bir aytadi shuni. Meni kanalimdan ketammi? Конечно. Meni kanalimdan ketsaydi, meni kanalimda baribir 100% desak ne bo'lib ketar? 90% muxlisimiz borda, 1-2% kuzatuvchi bo'lishi mumkin. Qani nega ekan? Hammangizga sog'lik, xotirjamlik, tinchlik, shunday ekan hayot tajribasi ko'p odamlar bilan suhbatda bo'lib, ularning suhbatini olib, ota-onamiz o'zi asosiy ko'p suhbatda bo'lsak ham mehr oqibatli bo'lamiz, ham hayot tajribalarini o'rganamiz. Chunki qisqa uyimiz-ku. Apa yaxshi o'zim ketdik. Yatdi mesela. 30 turibmiz-da. 2 barobar 30 turib. Birinchidan g'animat narsaga 30 turibmiz. Ikkinchidan ularning hayot tajribasini 30 turibmiz. Shularning suhbatini olish hammamizga nasib etsin. Shu menga ko'p aytadigan gaplar, asabni asra, hamma gap kasallik asabdan gap chiqadi deydilar. Men shu asabni asrashni arafasindaman. Asabni asrash uchun chalg'ish kerak, ya'ni boshqa bir asab chiqmaydigan sohalarda yoki auditoriyada yurish kerak ekan. Shuni qidirib yuribman. Sizlar ham asabni asranglar, sizlar sohani o'zgartiring natija kim yo'q. Sog' bo'linglar, ilohim kayfiyatingiz tushmasin, hamisha zo'r bo'lsin, ota-onangiz baxtingizga sog' bo'lsin. Ular bilan har kun suhbatda bo'linglar, didorda bo'linglar. Imkoningiz bo'lsa shu uzoq safar bo'lmasa-da shu o'zimizda, yurtimizda atrofidagi joylarga borib, bir eslab o'tiradigan voqealar bo'lsin. Farzandlar bilan vaqtında shug'ullanish nasib etsin. Do'stlarimizni unutmali. Biz ham masalan unutmasak ham, lekin imkoniyatimiz bo'lmagan shular bilan suhbatlashib o'tirishib turishadi. Shu narsalarni vaqtida hammamiz chiroyli qilib olib borishda Allohim kuch-quvvat bersin. Hammangiz xonadoningizga fayz, barakat, tinchlik bersin. Yaxshilikka chorlaydigan, yaxshilikka undaydigan, kayfiyatimizni ko'taradigan, yaxshi ma'nodagi qo'shiqlar xalqimizga taqdim qilinsin. Ustozlarimiz sog' bo'lsin, san'atkor do'stlarimiz sog' bo'lsin, hammasini omadini bersin. Yaxshi kunlaringizda xizmatingizda bo'lishmi, me'moringiz bo'lish bizga nasib etsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Eng asosiysi shu kun tartiblaringizni, kunlaringizni chiroyli, mazmunli o'tkazish hammangizga nasib etsin. Bugun ozmi ko'pmi Bunyodbek Saidovni bir kunlik rejasini iloji boricha imkon qadar ko'rsatib berishga harakat qildik. Menimcha yomon bo'lmadi. Zaman studiyasi albatta Jasurbek Rustamovich boshchilik diplomat jamoasina yo'q deb bo'lmaydi, chunki xalqimizni ajoyib to'ylarida, dimzo'r to'ylarida birga xizmatda bo'lganmiz. Birga xizmat qildi degani, arada masofa yo'q degani, shuning uchun intervyu yo'q deolmadim, sababki intervyu berishdan sal qo'rqaman va chunki har xil ma'noga tortilib ketish mumkin har bir so'zimiz. Hali u daraja umumiy bo'lib, to'shni gaplardan yashab kelmadik. Shu vaqtda beraman hali bir 40-50 yoshlarda o'tirdim. Bugun intervyu berib qo'ydim va shamollash uchun kasallik uchun ham uzr so'rayman. To'g'ri tushunasiz demaydi. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, ishlaringizni. Kamchiliklar bo'lsa, o'tib ketganlar bo'lsa, yo'q. Uzr so'raymiz. Oshib ketganlarni uzr so'raymiz, rozi bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Mana shunday gaplar. Inshaalloh, xudo xolasa. Shuning uchun hozir Daniel bizni intervyu tayyorlab turgan oyimiz fevral oyimi? Fevral oyi, xudo xolasa. 16-simadi bugun, 17 o'tdi. Inshaalloh. Bugungi kundagi javoblarim shu. Men bilmayman, men o'zim ham savol tashab qo'yibman, o'zim va atrofimga. Men bu yerda ota-onamning fikrini bilishim kerak. Ota-onam baribir bu gaplarga rozi emas. Ya'ni men shu uyda yotishimga siqilib deydi-ku endi. Toshkentda bizda qisliqib deymiz. Yotishimga rozi emaslar ular. Chunki uyda yotgan odam kasal topadi, dard topadi degan gap bor-ku. Shunga rozi emasda. Shu bo'ldi. Dam ol deb ko'p aytadilar lekin shu fikrimga shunday deb javob berdi, shundan bilaman. Menimcha uyim bilan yana bir 2 soat o'tirib choy ichib, go'sht choy ichib, kompyuter bilan serial ko'rib, pechonli o'tirganda keyin gaplashilsa, bu menimcha tushuntiradilar buni. Inshaalloh. Baraka boshlashim mumkin ekan yo'qam. Shuning uchun 16-17 fevralgacha bo'lgan gaplar bu. Hozircha Danni vaziyat shunday do'stlar. Qolganini xudo xolasa ko'ramiz. Balkim ijobiy xabarlar ham chiqqalar inshaalloh. Ijobiy endi
Voy, bu bizlar nima deyish mumkin? Muxlislar uchun. Endi bu yerda Endi sizlarni auditoriya boshqa masalan, sizlar kanalda ketib tursa bu sizlar emas, sizlar odamlar men shart emasman. Umuman o'zi qiziqmam yo'qdi. Men qo'shiqni o'zim qiziq yo'q bo'lsam mumkin. Bizlar ekan muammoda o'tirishim mumkin. muxlislaringizga boradi axir bu. Sizlar kanalga boradi. Bu problema o'zimiz muxlislar ekan. Shuning uchun avvalroq qisini vaqtlaringizni getirib, hisoblaringizni getirmanglar, o'zingizni asranglar. Bu bir Xorazmning kichkina bir yerini, kichkina bir oilasida bo'lib turgan muammo bor. Bu uchun sizlar reaksiya berib, sinib yoki bir maslahat berib, o'zingizni avvalatib urintirmanglar. Endi bu aytchaqim shu. Bu hayot har kim xolanini eshitadi, xolan vajini yeydi, xolan vajini giyadi. Xolan qo'shiqni aytadi. Har kim o'zi Xolan uchun, xolan qo'shiqni eshitadi. har kim o'zi uchun novvasi, har kim o'zi uchun qiladi va o'zi javob beradi. Albatta.